Assalomu alaykum savolashlar. Bugun biz mana bu Cupcard'ninki customer'ninki shu informationlarni yig'ishni bir kod yozib chiqaylik deb o'ylashdik. Get information qilgan. Bu yerda hozir navbatda 350 tal akkaunt bor ekan. Va har bir tal akkauntning ichiga kirib maqsadimiz first name, last name, andan keyin ma'noga ba'zi o'quvchilar yozibdi, ba'zi o'quvchilar yozmadi. Shunga lekin email bor, andan keyin cell number bor. Mushlarni o'simi shu misol bir nima qilib collection qilib yig'ib eng oxirida besib chiqaradigan bir kodni yozaylik deb o'ylashdik. Okay, dasamiz kodni yozishga boshlab ketsak. Okay, birinchi PSVM qilgan ekan, hamda WebDriver Manager, ya'ni biz UI ni test qilamiz. Shuning uchun biz WebDriver Manager'ni setup qilishimiz kerak, Chrome driver'ni. Okay, ikkinchi qadamda qiladigan ishimiz nima? Chrome driver. Tunga o'xshashlar biz buni ham driver deb ism qo'ya olaylik. Tang. New Chrome driver. Men optionlarni ishlatmayman. Optionlarni ishlatmay qilaveraylik, chunki murakkab bo'lib ketib qolmasin ishlar. Agar agar orliqda misol kodlarimiz nima bo'lib qilib, misol kompyuterning yo torning suratining ostligi sababidan to'g'ri kodmi exception chiqib qolgan bo'lsa, undan keyin optionlarni ishlatamiz. Okay. Endi tunagin darsdan chiqqanlardan keyin nimalar birinchi nima ish qilishimiz kerak hozir to'g'ri bekat etish uchun. Tunagin qattiq yod bo'lib ketganda. Adresini deb beramiz mi? Adresini deb beramiz, ama qanda shu adresini qanda açımız? Driver. Good. That element. Nima? Find that element. No, find element emas, get. Find element. No, get. Başta. Biz adres açımız emasmi? Adres açımız bo'lgan ekan, get. Okay. Ana ma'noning ichida kim shu adres shu deyman. Get deb bunday qilib, mana bunday besib bilan hechday andan keyin driver yana o'xshash bu driverga ish qo'zmango hisobda. Nima ish qilma? Ramkani cho'ngaytmoqchi maqsad manage ramka aniki maximize ramkam cho'ngaydi hamda boshqa bu Alimcan Cupcard'ninki al linksini chatga avatitimi? Bo'ldi. Sal ostroq dedi. Okay. Please. Bo'ldi. Ostroq qilaman. Ma'qul. Bu adresni qaranglar, bu adresni copy qo'yinglar boshda. Okay. WebDriver Manager, Chrome driver, setup. Anakin bir tal driver qurib oldim. Anakin bu driver bilan tunagin hamma ishni driver qildik-ku, to'xtamay driverni nima qilib chaqirib akab turib, get qilib, uni manage qilib degandek. Okay. Hamdagi ishimiz nima? Maramga kirib bo'ldik hozir burun, uni test qilsam bo'ldi. Maramga ichidagi men username va password degan bu input boxning ichiga input boxning ichiga username bilan passwordni berish va buning uchun men inspect qilishim kerak. Okay. Yani biz tunagin maktab ketdim. Mouse'ninki yerki sol tarafdagi ma'nosini birini bassanglar ya ko'k holat keldi. Ko'k holat kelgandan keyin andan keyin men username input boxga birinchi kislar chekkandan keyin mana bu yerda ID'sini yo narsalarni chiqarib beradi, inspect qilib. Biz bu yerda ID va ID ishlataylik. Endi bizningki bu kodimizda biz qoidalarni verify qilib, yo'q qaytadan username'ga maxfiy nomerga xato narsalarni kirgizib, qaytadan login qilib degandek qilmay qolishimiz uchun biz bu yerda bir qatam o'ta ketamiz. Shunga biz bu yerga web element qurmasak ham bo'ldi. Takrar qo'llanmaymiz chunki biz bu yerni. Shunga men bu yerni ma'noda web element qurmayman hozir. Driver find element
by ID. ID. Aha. By ID ya. ID'si username. Bununğa hem demiş elementqa men send case qilman. Send case qilib bu bir tal semikolon bir o'tman. Ma'nosini o'zinglar yozib tushunmoqchimi lekin ha? Case to send degani. Ma bu semikolon bosib bilan qo'yasanglar o'zi chiqadigan avtomatik chiqadigan narsa. Balki mana bu nimaga avatib qo'yay, mana bu chatga avatib qo'yay. Test automation 1. Menga mana yozib qo'yman. İkincisi yer o'xshash yana driver. Yetisham sanlardan lojim rosa. Find element by ID. Çünkü Kings'mi yana o'xshash ID bilan qilamiz. Xatolashmasam password uningki ID'si. Shunaqasini yana bir qatim bir nima qilaylik. Mana mani besib. Mana password yozgan yerga mana bossizlar. Bossanglar password deb mana. ID's password. Okay, ama semikolon ichiga password deb yozarsam ham bo'ldi. Password. Andan keyin send case. Send case ni besib, bunga semikolon. Andan keyin men passwordni yod bilmayman shunga. Ma texnikini o'rganganlar qaranglar. Agar bilmaygan savodashlar bo'lsa, men buni necha qatim har qatim shuna o'xshash usuldan qotmayman hozir. Chunki men yodma yulduz belgisi emasmi? Ko'rinmaydi bizga bu password. Mushni ko'rsatishning usuli bor. Biz dal shu inspect qilganda qarasanglar ma input type deb turdi. Type ning keyingi password ne? Ma password ma. Yoki name yoki ID emasmi? Cho'qimish type ning keyingi tipi ya'ni tipi nima tip ramka bu degan gapda. Bu yerda password deb turdi. Password ko'rinmaslik kerak. Shu sababdan ko'rinmaydi mana bu. Tipini biz normal bir text deb qo'ysak agarda mana password ko'rindi. Qaranglar. Automation 1 2 3 çıktı. Bu yerden yazıp koydum. Password ne? Evet, qo'yay. Password mavi. Endi biz bununla tünögün ben tünök kodda qanaqan sanglar bu yerda ma password bir poplam ananikin şu ramkinin ichigila xalsanglar shunday yazsanglar bo'ldi. Plusni besib bilamken case'ni besib ananikin enter qilib bunday qilayotgan. Bunday qilatsakmi normalda chunki men ramkaga bir narsani besib bilan ya da enter besasam kirgizadi normalda. Chunki men eng oxirgi ramka olganlik uchun. Ammo men bugun unday qilmay, men loginni bosam qilay. Loginni bir qatam inspect qilman. Loginning nimasi ID'ga. ID'si loginga. ID'si loginga shunga mega hamda ama bu bunda qilsanglar bo'ldi, men aql usuldan qilsanglar bo'ldi. Lekin men bugun bunda ishlatmay, boshqa usulni qo'llanaylik. Driver. Tamam, mana sal jiqroq ish qilamiz, ammo bunda ham qilganligimizni unutib qolmanglar demoqchilar. By ID. By ID login ko'chirib. Okay. Ma'ni hamda klik qilsam ham bo'ldi. Hozir men ma elementni men loginga ma buttonni men oldin tep bo'ldim. Endi buni besasam bo'ldi hamda. Shunga klik. Okay. Demak, men ma qadam bilan hozir ma'nochi kiritib bo'ldim. Kiritdim hamda. Xo'sh. Yetishali odamsizlar, agar yetishamagan bo'lsangiz danglajmi? Daral. Yaxshilamalar qanaq. Nima qilsanglar bo'ldi, tang qilsaq. Ostirashni qilsaq bo'ldi gapim bakishdi. Okay. Ha, ma'qul. Ulas bak kodni men birdan Birgalarda qilib qoldim men. nalar qilib qolgansiz javob. Okay. Saqlab turay, men kodni o'sha ichib qo'yib tursam bo'lamda? Ha. Ha, ma'qul. Qalsanglar biz yo'qotib qo'yay mani. Damti. Ha. Aniq ko'rindimi?
Agar yozib bo'lsanglar devdinglar. Ya Alimcan avvaliga Aha. case enterni qilsa qizdirib olamda kendinden. Ana keldi. No, unda emas. Qaranglar bunda gap. Plus qilamiz-ku demak Ha, ishga. plus ammo mas semikolonning sirti qilamiz-ku, tirnoqning ichiga ammo. Mush sen Ichiga. casening tirnoqning ichiga yozamiz uni. Plus cho'ng yozamiz, lekin keyni case deb yozsaq ham chiqadi. Mana bundaq. Anaki enter. Internet bilan cho'ng yozildi. Men birinchisini tanlab olsanglar bo'ldi. Mana ma'qul shaklda qilsanglar bo'ldi. Lekin agar ma'ni qilib qolsanglar, ma'ni qilmaysizlarmi? Ha. Bo'lmasa nima chiqadi? Chunki ma qadamdilar oldi burun dashbord kirgizdi emasmi? Dashbord kirgan bo'lganki u yerda ma element topamaydi, login degan elementni. Shu sababdan exception chiqdi. Ama kichik yozib qo'yibman qizib qolibdi shuni. Ha, okey. Hisobda kanallar aniq bo'lsin hammalarning yo ma'ni qilsizlar, yo ma'ni qilsizlar. Ikkisidan birini qilsanglar bo'ldi. Lekin albatta ma'ni tarafini aniq qilsizlar, lekin agar ma case enterni qilib qo'ysanglar, ma'ni cho'qim qilmasliginglar kerak. Agar ma'ni qilgan bo'lsa, ma'ni uchrasanglar bo'ldi. Lekin ikkisi bir vaqtda mavjud bo'lmaydi. Okay. Yes bo'ldinglarmi? Mikrofonlar yetishchimirasiz? Yes bo'ldi. Okay. Undan so'ng men ma ramkini ma'ni uchirib deb, ma'ni bir qatim rank bilan ashning o'zining rank qilgan ramkini davomlashtiraylik. Kompüter sal asla qaldimi? Okay. Kirib bo'ldi. Endi ishimiz nima desanglar, birinchi qilgan ishimiz customer list, ya'ni birinchi chekishimiz kerak, shunday normalda. Demak, biz customer listni inspect qilamiz. Birinchi qadam. Tunagim o'xshash qilgan-ku shuni. Shu qadamni qilgan to'q. O'xshash yana mana qaranglar. Men qayt qilay. Xalgan bir yerga 10 kungacha kelib inspect qilib, andan keyin inspect sizlarning balki bunday ochildi. Bunday ochilib qolsa, mayadagi bu inspectning ramkininki o'ng taraf ustidagi xatoning yangi 3 ta chekni besib, tanlashni. Docsite degan tanlab, ostiga qilgan qilsizlar dokni. Sana inspectning ramkisi ostiga chiqadi. Ma'noda salma kod uzun ko'ringandan keyin qulaylikda. Okay. Ammo shu ramkininki sol taraf ustidagi mouse'ninki knopkasini bosasizlar. Men bundan keyin Kanadadagi savatashlar nima bo'lib ketdi, hozir pishib ketdi. Mouse'ni besanglar desam mishan bosgan bo'ldi hozir. Mishanlar, shuni mouse'ning sirkisi deb ifodalay. Shu mouse sirkisi deb desam, shuni mishaka deb bilinglar bundan keyin. Bu narsani bir qatim bosgandan keyin ko'k rangga keldi va miyalay kelgandan keyin qaranglar bundaq. Maramga qaranglar, astiki maramga. Bilaman. Astiki ramkalar to'xtamasdan o'zgaryapti hozir. Demak, shu xalqan bir yana tutgandan keyin shu inspect qildim. Va mening maqsadim hozir customer list deganni akilib, ya'ni birinchi chekib qo'yma va bu yerda hozir hech qanday bir nima yo'q, ID yo'q, bir qurin tepadi. Shunga buni hamda ma'ni nima qilib menga dal shu nuqtani tepish uchun copy qilib express qilma, copy express. Yani çünkü IDC namesi işimiz bulmaganlık için express işletilen gibi. Hemen kılalım. Yani ma kurunun sol tarafı karşısında 3 tane çekit var. 3 tane çekit var sizler. Copy. Copy express. Kılamıqallar olsun anlayacağım. Meninki de linkini mağuzsam Ana run qilsam bir exception chiqib qoldi 13 qurumda. Okay, to'xtang. Men nima qilay? Stop qilay, siz share qiling. Men tunaganlikni nima qilganda men kamera bu rekord qilganda boshqalar share qilsanglar men u ekranni rekord qilib ekranga akamatman. Akamay tushuntirib ketdimiz shundan. Okay. Siziq chiqib qopti meniki. Qaytadan siz evetgani kuchagandim.
To'g'rilab turgan. Sizning 10-quringizda xatolik bor. Driver find element by ID. Ha, username. Check send case. Test automation 1. Nere hata to'g'ri. Bak tutinglar bolalar. Test automation tamam. Ya username degan anni yo'g'on yozib qo'ydim ya, cho'ng yozib qo'ydim ya. Albatta shu ashuna bo'libdi. ID'niz xato degan gap sizniki rost to'g'ri. ID xato yozibsiz. O'zingiz topdingiz ekan. Qo'lingizda Barkallah. yozasiz. Siz o'zingiz qo'lingizda yozdingizmi uni? Hani U ID'ni, username degani. ya Aslicha shu nimaga inspect qilganda ha? Misol anda qiling. Shu aşağıdancha copy qilsangiz texnik xatolik chiqish ehtimoli tuvanlaydi o chog'da. ben aldırıp gidip aslarga yetişmen deb men Ha, okey, undasa. Ish qilib. Tamam, dasa. Agar ozroq ham kayinimda qolsanglar danglarlikni men tutib turay, saqlab tutib mana turay. aşı simni xata yozib qo'yibdim men nim. Childi. Hadi tushib ketdim. Ha, bak. Rahmat. Ha, haqli. Arzmaydi. Okay. Okay. Dedik işimiz demek ma customer list'ninki nimasini topdik shunami hozir? Hammalar topdinglarmi yani? Ha. Gulmirachi sizmi tepilinglar to'g'ri? Yani mana biz bilan mana bassangiz ham ma chiqdi. Customer list deb bo'lgan ekan. Ma customer listning sol tarafidagi 3 ta checkni bosinglar. Mana copy express. Qolgan ekan yana qaytadan mana chekirmiz va mana sal kichiltirishmi beklam. Ama daha olsun. Peki, çekeriz. Okay, driver. Driver. Ma hesapta ben bu customer list yanımı alqı. Mançqata basmayman baribir. Yani tekrar ishlatmayman. Şu an buningmi web elementni qurolmay deb o'yladim, qurmay bo'ldi deb. Bo'lmasa qurinbak chiqib kodimning. Find element by ammonima express. Bunu mu express qilamdi, qo'shib Aha. qo'shib. Aha. Bayatın çünkü miyada qarang, qanima bu? Hamiyada. Mani qilganda qarang, misol mouse-ni akab, customer list akasam, buningda hech qanday ID yoki name degan narsa chiqmadi emasmi? Faqat bunda bir xoslik o'yinchilar chiqibdi buningki. Shunga buni hisobda nima qilish kerak shu? Copy express qilish kerak. İşte qildim. Aha, good. Diye demek miyada hozir men by express qildim. Diye miyaga double quotation yozib deb chaplaymiz. Chaplaganda yana takrorday amal bor mouse ishlatmanglar. Knopka yetarlik. Windowsda Ctrl V chaplash uchun, copy qilish uchun Ctrl C, cut qilish uchun Ctrl X, Macda command Ctrlning o'rnida. Okay. Mana hozir find element qilib bo'ldik. Endi biz buni klik qilsak bo'ldi. Okay. Demak, endi klik qildik. Klik qilgandan keyin miyaga besib kirdi degan gap hozir. Kirgandan keyin endi bizning maqsadimiz bu add customer miyani besish emas. Bizning boya men 5 idlam deganda birinchi job deganim nima? Miyadagi information elish kerak. Total degan mana sonni-chi. Mana sonni biz tepib Muşunga sen biz hesap 350 tal customer var degan gap, demak biz 350 tal customerning hammasini informationlar ayrim alamiz degan gap, shunami? Shu sababdan demak ma'noga bizning ehtiyojimiz var 350 degan songa. Biz buni ko'zimizdan ko'rdik, ammo biz buni kompyuter yani har qatimda biz ko'rib turib deplamaymiz. Misol biz kod yozib 5 minutdan keyin birisi bir tal akkaunt ochib qolgan bo'lsa, oshnimi yana get information qilish kerak. Şuna ma'ni biz topaylik. Inspect qilinglar menga total deganga, total 350 deganga. 350 ni inspect qilsanglar, 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 350 ni inspect qilsanglar
Ha, qaranglar, inspect qilganimda bir necha tal vakka, shunga meningcha men qaranglar, miyagini qilib qolsanglar, bunda bir tal cho'ngroq ramka chiqadi ekan, mana bunda chiqadi ekan. Mush 350 ham besanglar, bo'pti. Qilsanglar baribir men spanning ichida ekan bu hozir. Mana. Misha shukka. Mush spanningki. Total. Biz mana bir sınab, mana qaranglar, hatta men 350 degan qurning, men 350 degan sonninki express yo'q ekan. Biz men total deganda faqat xat va hamda shunasini qilib boqaylik mana. Men qaranglar, men qura. Spanning ichidagi va strongninki ichidagi bir tal nima bakam ya da 3 tal chekninki miyani besib. Mana copy express qilinglar. Qila oldinglarmi? Ha? Ovozinglar boshqa. Ya. Nima? Qaysi spanni qilamiz-ku, ha? Spanning asli, men spanning qaranglar, sanglar men span mida turdi, shunami? Ha. Aytki men 3 bulonni bassanglar, lekin miya ichildi. Spanning ichidagi, spanning ichidagi totalni. Totalni qilinglar. Qani mana bir sinab boqaylik boshda totalni. Agar total ishlamay qolib qolsa, ishlamam biz uni bilish uchun qanaqa qilamiz sanglar hozir miyadan chiqqan narsani bir qatim bir print qilib boqaylik, string aylantirib tutam. Agarda total 350 deb chiqib qolsa, demak biz uchada replace qilsak bo'ldi, o'cha totalni yo'qotsak mumkin 350 ni lekin songa aylantirib qo'ysak bo'ldi. Degan. Okay. Mani qo'yinglar boshda, mana shuni. Totalning sol tarafidagi 3 tal chekni besib copy express qo'yinglar boshda. Qilib bo'ldinglarmi? Okay. Okay. Good. Dasamsa, yana o'xshash yana driver find element by express deb double quotation yoziblar, ichiga chop etamiz. Mana. Amal va mouse ishlamayman rasam yoda. Mouse ishlamayman, mana meniki o'xshash chiqqan bo'lsa, bo'ldi. Agar xato qilgan bo'lsa, tanlashmi vaqtida. Men expressni qachilib oldik. Endi biz dal hozir mush elementni tutib oldik hozir biz faqat. Bu elementni tutib olgandan keyin bu bir element tutdik. Biz buningki endi mush elementni endi get text qilsak, miyada bir qizillik bo'ldi hozir. Get text hatta qizillik bo'lmaydi, ammo biz buni bu pet qo'yib qo'ysak hech qanday binasi bo'lmaydi hozir. Bu kod o'tib ketaverdi, bizga hech nima chiqarib bermaydi. Lekin biz buni get text dedim emasmi hozir? Demak bir tal bir tekstni chiqarib berdi dedim hozir. Ash elementiki dal mush elementning tekstni menga qaytarib berdi dedim. Va men bu demak bu tekstni qaytarib berdi degan gap, bu tekstni men bir yerga saqlashim kerak-ku, shunami? Yoki bo'lmasa men mana semikolon o'chiriblar. Sizlar qilmanglar men bosqichni. Sizlar mush semikolonni tutib turinglar miyada. Faqat men to'xtalam miyada. Men semikolonni tutib turinglar sizlar. Mishada-chu, mushalar tutib turinglar. Men bir sinab boqay. Tekstni yozmamda bundaqda. Nima? Get text yozamda. Get text yozing. Dal meni kerak mushalatga akab bo'lib, sizlar tutib turinglar. Men qolgan mashg'ulotni men qilay. Chunki men keyingi yana bir qatim yonima baribir. Yana bir qatim bir test qilaylik. Test qilib, sizlar qarab turinglar faqatla buningga. Ma'qul. Bo'lmasa, elliqqa o'zrab kelsa yana qaytadan joyiga kelib bo'lmaganlar tashlab qoldi. Mening maqsadim hozir menda esot qiliblam. Shu get textni bir esot qilib qo'yay. Mishalik uchirinchi. Hozir mush get text qildik chunki. Qarsanglar tamaman get textning keyindagi semikolon uchratdim. Chunki men semikolon yozib qo'ysam bo'lmaydi hozir. Xato chiqdi hisobda. Tırnaqning ichiga semikolon kelmaydi, shunga semikolon uchratib, men oldidagi narsani hammani qaranglar, men print linening ichiga driver find element, anikin men express, anikin get textni tırnaqning ichiga yozib qo'ydim va hech qanday xatolik yo'q edi. Men buni nima qilib qo'yay? Qani
qarab baqayli, qanda bir narsani besib chiqib turdi oxirida bu run qilgan yergacha. Agar total 350 deb chiqsa, demak biz maqsadga yetdik degan gap. Sallı chiqarmiki? Qani, qarab baqayli. Bo'ldi. Mana total degan narsa chiqibdi. Okay. Demak biz hech qanday maqsadga yetamidik. Total kabi. Okay. Unda samsa. Men kodinglarni hech qanday o'zgartmay turib turibman sizlar. Men kodni hech qanday o'zgartmay turib turibman. Bayatdan qilma bu. Men o'xshash mana get text thinking semicolonda turib turibman sizlar. Men miyaga boshqa bir o'zgartirish kirgizib baqayli. Qani u inspect Güzellik. Hazır biz bayatı span strong qilgandik biz shunami? Ha, başta qilgan. Demak, faqat total degan narsa chiqdi shu sababdan. Demak, mencha yoki bo'lmasa biz span qilib baqayli. Chunki 350 olsun, total olsun, men 350 ni qilolmay ekan chunki bu yerda qilamidik. Qilganda copy qilgan yer yo'q ekan, shunga buni qilamidik. Ama 350 olsun, mayli total olsun, hammasi spanning childlari hisobda, bolalari hisobda. Demak, ma'noda chiqmadi, bilan kamida ma'noda bir narsa chiqish kerak-ku, hisobda bir narsani tepish kerak. Shundan keyin spanni ishlatib baqayman. Spanningki copy express qilib baqay. Copy express qilib, hozir men qaranglar, miyaga textga chopildim va sizlarga o'zgartmay turib turinglar. Xatolik yuz qolmasin. Hozir qaranglar, ma'nodagilar bu IntelliJ dediki expressni silishtirsam, faqat farqi nima? Bas spanningda keyinda slashdan bir yozib strong deb yozib qo'yibdi, ma'noga. Ha, okey. Demak, men spanningki expressi ma'no degan gap. Demak, men undan strongdan slashni o'chirtay. Endi ma'ni bir qaytadan bir test baqay. Ma'noda nimalar chiqdi ekan? Agar total 350 degan xat chiqib qolsa, u chaqda biz bo'ldi degan gap. Muvaffaqiyat qozondik degan gap. Okay. Ha, good. Demak, biz ma'noda ham deya qaranglar. Demak, ma'nog'izga to'xtalay. Men hozir boshdan ma'ni nima qilay? Sizlarnikidek shaklga eklay. Strongni o'chirsak bo'ladimi? Ha, shunaqa. Qaranglar, mana. Spanning keyindagi slashgacha o'chirtinglar. Slashmi yo'qish kerak. Mana holatga kelinglar. Strongni va slashni o'chirtinglar. Biz SSOut qilmasaqmi bo'ldi? No, SSOut qilmasanglar bo'ldi. O bu yerda bizning maqsadimiz SSOut qilish emas, hamiyatda. Men nima SSOut qildim desanglar, bizning tutgan elementimiz, bizning tutmoqchi bo'lgan elementimiz shumi emasmi, shuni bilish uchun. Ha, to'g'ri element tutyapmiz deb. Misol bayatimiz xato element tutyaptiq-ku, total bizning maqsad total bizga asl lozimi total emas, 350 degan son lozim. Lekin bayating total degan ichida 350 degan narsa yo'q, shu sababdan xato bu. Ammo hozir tutqunimizda total 350 deb bor. Demak, ma'noning bir qismida 350 degan son bo'lganligi uchun biz anoni foydalana olamiz. Shunga hozir tutqunimiz to'g'rida. Okay. Endi qaranglar, mening maqsadim hozir get text qildik, ammo bizning bu ishimizga bu yormaydi hozir yanlam. Mataq yormaydi. Qolmaydi hisobda. Biz buni bir nimaga bir bo'lishimiz kerak, bir tal stringga, bir tal variable'ga tanglashtirishimiz kerak. Buningga ham men qaranglar, men oldiq qildim-ki, men diqqat qilinglar. Hozir men qurning sizlarniki qancha qo'rqmayman, 18 meningkida 18-qo'riq qaranglar. Men 18-qo'riqga driver find element, ya'ni driverning oldiga kelib, mouse'ni miyaglam string deb besib, mat variable'ning tunagimki mashq qarsam, nima qilsizlar? Variable'larning birinchi nimasi harfi chuqum kichik bo'lishi kerak chuma. Cho'ng yozib qo'ymanglar. Total customer deb qo'yay. Total customer deb qilay. Bunda deb total customer, to'g'ri. Men total customerga
ning keyniga yana string deb qo'y. Chunki men ayollikqa men buni son qilaman. Yani bir narsa qilishim mumkin, array qilishim mumkin. Total customer degan narsalar bek chiqib ketib qilib bika olish ketib qolmasin. Shunga vaqtida men string bo'lganligi uchun string qo'yayman. Okay. Oldimcha aldığı string deb berib, yani string deb yuz qo'ysak bo'laveradi men. Albatta, ma degan string degan data type. Ma degan Ahmet Samet. İsim bu. Bu isim bu. Aşnaq. Bunun nima deb yozib qo'ysak bo'laveradi. Lekin men hozir yana nima string deb yozmayman sanglar. Sabab yalliqqa chunki men yana total customer deb uchoq integerga aylantirishim mumkin yalliqqa. Uningga uchoq nima deb bermay uchoqda total customer 1 2 3 deb bersam bo'ldi-da. Shunga keyin ishlatadigan yerda 100-chi quruq kelganda kodning iliqi integerga nima deb bergan bo'lib ism deb ustiga qurlar chiqishim kerak uchoqda. Shunga ma'ni string deb qo'yay, yalliqqa integer deb qo'yay, oson bo'lsin uchun shuni qo'yman. Okay. Evet ben xalsam, men men string qilmay, bıraxlam integer mi qo'yib alayman asli. Lekin hamda sizlarga sal ig'ir kelib qolmasin. Shunga men başta string qilay, undan keyin aldirmay bir-birlab kelaylik. Okay. Hozir ham sizlardan bir ta savolim hamda. Hozir qaranglar, misol men hozir bayatın bunu bastım. Amat bayatım total 350 degan narsa hozir shu bizning total customer string degan narsa shu. Biz bayatın ben 5 baktım, sizler qarab turdinglar-ku ma'nosini. 5 bakkandan keyin esot qilgandan keyin chiqqan narsa shu. Ama mening maqsadim ma total va ma totalning keyindagi qo'sh cheket va bo'shliq men lozim emas. Men lozim faqat 350 degan son. Men qanday qilib ma'nosini 350 ga aylantira olaman? Yani mening qiymatida mushu hozir. Mushu narsani hamsi bor. Ben qanday qilsam men 350 degan sonlamay qila olaman. Mayli string bo'lsin, nima bo'lishiga nazar. Lekin maqsad 350 deb qilish. Yani total qo'sh cheket va bo'shliq yo'q qilish maqsad. Abi mikrofonlar itga agar gap qotgan bo'lsanglar. Men gapimni bilmayman. Okay. Ben dastimda bir deb qaranglar. Agarda biz ma total qo'sh cheket va bo'shliq deganlarni hech nimaga almashtirsak-chi, hech nimaga. Yani yo'q bir narsaga almashtirsak, quruq bir narsaga. Bo'shliq emasligini bu. Quruq bir tal stringga aylantirsak. Buning uchun biz replace ishlatamiz qo'y. Unutib qolmanglar, burun kelgan narsalarni. Mana agar biz replace qilsak, demak qilib qolgan 350 bo'ldi-ku, shunami? Totalni replace qilib, total aning qo'sh cheket, aning bo'shliq. Mush faqat 350 dan boshqa narsa hamma replace qilsak, quruq bir bo'sh hech nimaga, ya'ni hech nima deganim bo'shliq emas hatto. Shuna qilsak, demak mana judulik o'zidan qilib qoldi 350. To'g'rimi? To'g'ri. Okay. Dasamsa, tushungan bo'lsanglar, bunda qilayliksa. Okay. Men mana total customer string deganni hozir mayda quradilab ketman. Buning keyingilarni yenib, hozir mush narsani o'zi hozir bir tal mana keyingilar sizlar agar tushuna olsanglar mana keyingilarni men replace qilsam bo'ldi qaranglar. Hozir ma total customer string degan narsani o'zi ma'nosini tushunami? Bir tal string hisobda hozir. Ben normal string'in keyingidan bir tal chekit qo'ysam bo'ldi. Chekit qo'ysam, men qaranglar, to string replace taraq turuq deb gaplar chiqdi. Demak, men mana replace qilsam bo'ldi. Replace qilib replace qilgan nima? Burunqi oltidagi narsalarni keyin nimaga aylantirsa deganni so'raydi bu yerda, tirnoqning ichida. Burunqi oltidagi narsalar deganga men Total qo'sh cheket. Mana herkes qulonlar bilan yozmanglar. Era so'ra. Men sizlarga mani mundaq avat beray mayaga. Sizlar yo'q ras. Mau nimaga avatib qo'y. Mau yozdigan nimaga? Ma chat boxga. Avatib qo'ysam, qaranglar diqqat qilinglar. Ma herkes ma total bilan qo'shib ma'lum kopiya qilmanglar. Ma'ning keyin bitta bo'shliq va ma muhim.
Bo'lmasa ma boshliqni qatmasanlar mega. Yalliqqa biz 350 ni songa aylantirolmaymiz. Xato chiqdi, exception chiqib qoldi. Bu yerda faqat bu 350 degan narsani qo'yib qolish kerak. Boshliqni qo'yib qolsa bo'lmaydi hatto. Tushunarlimi? Man kopiya qo'yinglar. Man kopiya qo'yib replace'ning ichiga double quotation qilib ma'noga bundaq nima qilib total qo'shik boshliqni besib, andan keyin pashdan buni qo'yib double quotation ichib qo'ysangiz bo'ldi. Ammo double quotation ichiga boshliq yozmaysizlar, hech qanday bir narsa yozmaysizlar. Hech nima yozmanglar bunga. Chunki boshliqning o'zimi bir tal boshliq hisobda. Men quruq qilish kerak menimcha. Men mushkul holat yasanglar bo'ldi buni. Replace targetga yozmaysizlar, double quotation. Totalni cho'ng T bilan yozishinglar kerak peshni. Total qo'sh cheket bir tal boshliq, andan keyin double quotation etib, pashni buni qo'yib, yana bir tal double quotation ichib qo'ysanglar bo'ldi tugaydi. Alimjon, agar replace'dan keyingi tirnoqning ichiga double quotation'ni qilsam, target chiqmay oldi char chiqib qoldi. Ha, shuna chiqdi shu. Ol chiqsa, Peshda all char deb chiqdi. Ashuna qiling. total yozsam, Qo'rqmaysiz. Shu double quotation ichiga qarang. Siz totalni menga o'xshash yozing boshda. Total ananiki mat qo'sh cheket va mayar bir tal bo'shliq vajimi meni qat'iy unutib qolmanglar. Men bo'shliqni cho'qim yozishinglar kerak. Bo'lmasa xatolik chiqadi ellikqa kodinglarda. Ya Alimjon, yangi qurg'i yozsam bo'ldi-ku, masalan, total customer string. Buldu albatta, buldu. Lekin qoldi deyman. Ha buldu. Replace qilibmiz, replace qilgan. Unan bir tal string beğenmişsek şu replace put saqlandığı deymi to'g'ri. Mayli saqlanlar bo'ldi. Okay. Bo'ldi, yangi qurg'i yozsanglar bo'ldi, miyaga yozsanglar tugaydi. Bu shaklda yozsanglar bo'ldi lekin hisobda. ana aqsiga pesh qilib, andan keyin double quotation qildim. Double quotation ichib qo'ysangiz o'zi yopildi-ku. Ichik boshqa yozmaysizmi lekin aniq. Okay. Endi qaranglar, ma holatlar bo'lganda, demak, ma'noda hozir ma stringning qiymati hozir ma'nosi yo'q endi. Faqat 350 degan narsa. Bu amma son emas bu, xat. Chunki bu ma string bu. Shunga. Endi men buni endi bir songa, chunki men loopni ichida ishlatmoqchi buni. Loopni ichida ishlatish uchun qo'shib elib qilgan, ko'paytirib qilgan bir songa ehtiyojim bor, ya'ni integerga. Shunga int endi yana men bu yerga qaranglar, total customer integer deb qo'y. Qaranglar, bayatdan men shunga men string qilgandim. Mening bir-biridan farqlansin deb shu. Chunki men buni takrar qurib qilishim ehtimolligi bor deb shunga qildim. Okay. Qaranglar, men integerga aylantirish uchun stringni qanday qildik? Bas. Bunda qilsizlar qaranglar, integer parse int ni besitib, anan keyin mavu stringni yozib qo'ysak bo'ladi ichiga. Total customer string double quotation qilsam, men songa aylandi. Opa. Songa aylandi. Ben bana hem de resmi to'g'ri bir songa aylanmadimi shuni bilish uchun qanaqa qilmasanglar men buni besib boqmayman. Men buningga assout qilib total customer integer ko'paytma 2 deb 2 deb bunda bir besib boqay. Chunki men 350 deb besib boqsam 350 deb etrafida bo'shliq degan narsalar chiqib qolib qolsa yana to'g'ri biz buni oldi bir integerga aylantirib bo'ldik. Xato chiqmasa kerak. Okay. Men bir ko'paytib turib bir chiqirib boqay 700 deb chiqqandim yerda. Qarab boqlar. Bu mashg'ulotni sizlar qilyapsizku, biz qarab. Mayli, meni qilmasanglar bo'ldi. Lekin men quruq chiqilinglar lekin. 19-qurni to'liq tugatinglar. Faqat men yerda bu chiqargan aylandigan narsani to'g'ri bo'ldimi bo'lmadimi shuni sinab beqish uchun shu test qilyapman.
Qaranglar 700. Demak, mana songa aylantirib bo'pti degan gap, shunami? 350 degan songa rasmiy, chunki mana 2 ko'paytirdim. 700 deb son chiqdi. Okey, muvaffaqiyat bo'pti. Ham bizning maqsadimiz bu 350 degan sonni ilishdagi maqsad nima edi? 350 degan sonni ilishdagi maqsad mayadagi 350 tal customerning har birisini bir qadamda chekishdi maqsad. Xo'sh, keldik endi. Endi ishni boshlaymiz endi. Endi xalsanglar bundaq bo'laylik, lekin biz loop kirmoqchi emasda. Lekin biz loop kirishdan burun bir narsani qo'laylik. Loop biz chunki uni loop qilmasak bo'lgan bir ish bor. String da bir tal bir array'ni buni qurib olaylik. Ve bu array'ninki ikki tal two dimensional array olsun. Ananınki bu ismi customer şuna olsun mu? Customer information bulamda şuna da. Şuna olsun ha. Customer information olsun. Tang new string. Bunda buldu ama ben bir nim birişim kerak, uzunluğunu birişim kerak. Şan olama. Yani Bilen veremsiz. Bir uzunluktan benim birişim kerak. Uzunluğu nim buldu? Benimki ma sanım buldu şu. Total customer integer degan şu. Hemen bir 350 deb yazmayman bu yerda. Buni yazmayman. Mana yozib qo'ygan bo'lsanglar agar, mana ko'rinadi. Miyaga total customer integer degan yozishinglar kerakmi? String emas. Birinchi tirnoqni ichiga. Xo'sh, endi ikkinchi tirnoqni to'ldirishimiz kerak emasdi biz. İkinci tırnağımızga nima kirdi desanglar, qaranglar. Ma hisobda ma total customer integer degani 350 degan son. 350 tal arrayniki cho'ng elementidan 350 var. Ama her bir tal elementning ichida yana tarmoq elementi var degan gap. Ma bu tarmoq elementi emas, ikkinchi tırnaqdagisi. Ma bu asosiy elementi, bir element her bir, ya'ni misol bir qori deyli, misol yoki bir tal poyezd deyli, to'g'ri. Bir poyezd desak, ma har bir tal vagoni. Misol bir poyezdning 350 tal vagoni var. To'g'rimi? Ma vagon. 350 tal vagoni var. 350 tal vagonning ichida ham deya manch tal o'rin bor. Yoki manch tal nima o'birni degandekchi. Har bir tal vagonning ichida. Ya'ni miya gazimiz. Çünkü mayadagi o'birni yoki mayadagi o'rindiq dal mush vagon xos. No, manchtal o'birni emas, manchtal narsa hisobda shu. Bir-biriga o'xshamagan narsalardan manchisi bor. Tamdoq ya, shunaqa. Hamsa o'birni bor. O'rindiq bor. Lekin ular hamda ularninki ayrım-ayrım bir ismlari da faqatlam. Ashla hesab tarmoq uchurlari mala tushunolama. Mala ma birinchi tirnoqdagisi g'ol uchur. Yani miyada 350 tal account var. Customer var. Ama ma'nodagisi 350 tal customerning har bir tal customerninki bizga lozim bo'lgan uchurlarining soni jami. Xo'sh, endi unda esa soni deb tushundingmi hozir? Demek bizga hozir miyada ma bir tal customer kirsanglar, bizga lozim bo'lgan uchurlar kimi? Nima yani? Samira, ma first name, last name. Biz bak jiqlarni qilmaylik. First name, last name, anaki email address, anaki cell number. Shulardan bo'lsin. Zaten bir yerda password yana ko'rinmaydi-ku. Unda qilamaymiz, quruq ko'rinki bu. 64 ni qilaylik. 4 ni qilaylik. Okay. Demek unda esa bizda unda esa miya hozir 4 degan gap. 4 tal element degan gap. Lekin mani men unda hard code qilsam
qanavlar o'qimayman. Lekin men buni eng yaxshi hard code qilmasam kerak. Men bu yerga bir boshqa bir tal bir uchurni birvasam texmak yaxshi. Deylik, agar narsa qo'shmoqchi bo'lsak qo'shamaymiz, shundami? Agar hardcore qilib qo'ysangiz. Ashnaqa, to'g'ri, ashnaqa. Hatta keyinchi balkim exception chiqib qolishi mumkin. Ya'ni bizning test automation bo'layotgan ekan ba'zi bir uqmayman bir yerda bir qana chatoqlar chiqib qolishi mumkin. Shunga men hozircha mushat 4 deb tutdim bu. Ellaqa chunki biz hozirda yetarli variable'larni qurmadik o'taqa. Variable'larni qurib bir yerga borganda keyin 4 ning o'rnini almashtirsak bo'ldi shu 4 dal degan narsaga. Okey. Undan biz mana o'zimizning stringni qurib oldik. String arrayni qurib oldik. Two dimension arrayni. Endi biz for loop bir atal loop kiraylik. Loop kirib qaysi loopni ishlasak bo'laverdi. Do while ishlatamiz, while ishlatamiz, for ishlatamiz, for ishlataylik. Sal tushunishroq shu int men bu yerga index of burada ya index of customer aşağıdayım mı? Index of customer da yani ay deb kullanmayık index of customer deyik. Yani bu 0'dan başlap 352 olan bir san. Index of customer hem de bu yerki 350 yani mi? Total customer integer diyen şu. Bak şunu atalım size. Eğer düşünemeyemezsen soranlar çünkü hazır biz bu yerda ay işletmedik, G işletmedik. Ya qaranglar bu yerda hazır index of customer misal ma'noni qaraylar. Misal ma'noda hazır customer listini ochgandan keyin birinchi op mana bu Samira deydi. Misal Samira degani misal 0-indeks olsun misal. Ma Berna degan birinchi indeks olsun. Ma bu Bilikyar degani ikkinchi indeks oldu, ma üçüncü indeks oldu degandek aşna. Jami 350 tal nim bor. Demak eng oxirgisi 349 degan gap. 349-indeks oldu. Eng oxirgisi. Shu narsani dedim lazım ya index of customer deb. Normalde biz bunu I bilan G bilan ifoda etdik. Hamda tushunish qilish uchun index of customer qildim. Ama bunun soni 350 dan kichik bo'lishi kerakdi. 350 deganimiz bizda total customer integer degan shu. Shu sababdan shunday qildik. Okay. Endi qaranglar. Biz hozir bu nima desanglar har qatimda miyaga bir 350 qatim takrorlangan bir ish bor. 350 qatim misol ma hozirgi agar ma hozirmi 350 kana. Demak 350 Alo? Okay, men bayanınızı rekordni to'xtatib qo'yibman, to'xtatib qo'yib ma kodni yozib ketib qoldik. Nega bu qo'ymayman, lekin bayanınızı yozganimiz ma customer menu customerni chekdik. Undan keyin ma'qul bilan total customer deb raqam bu miyadagi ma sonni tutib oldik, stringni tutib olib, aniki buni integerga aylantirdik. Hatta bu jarayonda bir qatam test qilib baktık. 2 ni ko'paytirib 350 degan santi bayatın 700 oldu. Andan keyin savodashlarga keyin bu bizning mana hard code emas 350 degan sonlar emas. Qanday bo'lishiga nazar hammasi shayg'alani bilish uchun 3 tal account customerni qurib baktık. 350 degan son bu yerda chiqdi. Biz bakkandan keyin ma'qulni comment qilsam bo'ldi. Andan keyin arrayni qurdik. Andan keyin buningki g'ol nimasi jami element soni total customer integer degan shu. Hozir navbat 353. Andan keyin buningki jami tarmoq uchurlari jami 4 tal uchur username nima first name last name andan keyin email
cell number deganlar. Daha başqa şu an 4 yazıb qo'yib turdim. Hozircha illiq buni variable ga almashtirdim. Andan keyin biz yana mayada bu page ya da har bir page'da 25 ta item saqlanganligi uchun biz keyingi page'ga olishimiz kerak. Olmish uchun misol men hozir mana kirsam da bo'ldi. Ama ben 2'ni bassam customer page degan men 2 deganga olmishdi. Hozir men keyingi adres qarab yaqlar mesela. Men 2 dan boshqa hech qanday narsa almashmaydi deyman menda. Mana 3 ga almashdim gap faqat. Mush sabab tufayli biz menga hozir page degan narsani mayerga 15 degan. Yani eng oxirgi page'ning ismin sonini tepib olish uchun mani expand qilib nima qilib turib driverni topqizib oldik va buni integerga aylantirdik. Okay, ham navbatga keldik hozir. Batın rekord qilishni to'xtatma. Yes bo'ldinglarmi? Yes bo'lsanglar da o'tinglar. Sizlarni saqlab o'tirdim. Ya ben yes buldum. Yaxshi. Okay, ondan men yozg'ach turayin desa, mani qolganlar javob bermadilar. Men kommentni komment qilmadim hozir. Okay, ham dediki ish. Ha, yaxshi. For loopni hozir bizning hozir erishib bo'lganmiz. Men 15 degan narsa tushunaman. 15 ga erishib bo'ldik. Lekin biz bu yerda hozir bizningki birinchi for loopimiz shuna 350 bo'lamdi yoki page bo'lamdi. Sizlarcha. Chunki beshida birinchi page kirmiz, bu yerda 25 qatim cho'glaykan o'ylab boqsam. Ikkinchi qatimda yana bir tal page kirganmiz, yana qaytadan 25 tal element var ki arada. Biz bir 350 qilsak 25 batni jami 350 qatim aylandu degan gap bo'lib qoldi o'chada. Shunga mal sal xatodek turdi qarasam, ma for loopchi. Ma for loopimiz xato hozir ma kirib olishimiz. Shunga men komment qo'yib turay. Balki men liqqa shuni ishlatib qolishimiz mumkin. Nested qilib ichiga. Shunga sizlar mani komment qo'yinglar. Tırnaqning ichidan sirtini ma for berishchi. Komment qo'yib ma for loopni boshqa bir tal for loop yozaylik. Menimcha chunki nima ish qilsanglar har biriga kirgandan keyin 25 qatim bo'ldi. 25 qatim element almışdım ya da. Lekin 25 qatimdan har bir 25 qatim bir tal batning ichida bo'ldi. Demak, bu yerda 15 tal bat va navbatda. Demak, 15 qatimlik bir tal loop bor sirtida. Ananing 15 tal loopning har birisining ichida 25 tal element bor. To'g'rimi? Mana biz nested loop qilamiz. Mana baqsam. Shunga biz buningga 15 tal 5da 15 tal page. Uningdagi har bir tal 15 tal pagening har birisida 25 tal element. Yani eng oxirgi batda balki 25 tal element bo'lishini atayin. Şom yerga hozir int deb page number day. Tamam. Bu page number hemen 0'dan başlamaydı lekin. 1'dan başlandı. Hozir men bir qilib turay, agar deyilg'icha agar 0 qilishim kerak bo'lib qolsa, 0 ga aylantirib endi bu page number deganimiz eng bo'lganda 15 bo'ldi-ku. Bu 15 deganimiz 15 ga teng bo'ldi-da. Bu degani nima? Bizningki total page integer degan shu. To'g'rimi? Men 15 degan son to'g'ri shu.
Demek bu total page integer degandan kichik yoki teng bo'lishi kerak. Andan keyin page numberga har qatimda page numberga increment qilishimiz kerak. Andan keyin ya'ni tirnoq ochdim, taqdim. Okey, har bir qatimda tirnoq kirgandan keyin har bir tal for loopga, ya'ni bu jami har bir betda 25 tal element bo'lgan bir loop ma hozir. Bu loop kirganda qilgan ishim, yana bir tal loop kiritishdan burun nima ish qilma? Men bu yerdan element topma. To'g'rimi? Elementni tep bilish uchun men mana bir nima qilib qo'yay. Maqsam qarasanglar, mana misol Farruq Uyg'ur degandan keyin mavka men uning ostidagi Nodira deganini qarab qo'yay. Bundaki men bunda bir narsa qilib qo'yay qaranglar. Hozir men ikkisiningki farqini bilish uchun hozir maqsad. Beşida men bu Farruq Uyg'urnikini bir qatam Expressni bir nim qo'lay. Copy qilay. Sizlar bo'lsa copy qilib qo'yinglar. Copy Express qilib agarda mandaq bu nimachu? Text editorda nim qilib naqsanglar bo'ldi. Bu qaranglar. Bu kimdan? Farruqninki bu. Farruq Uyg'urninki, shunami? Farruq Uyg'urning Express bu. Ama ostiga ham de Nafisa Uyg'ur. Bularning familiyasi Uyg'ur ekan-ku. Nafisa Uyg'urninkini Expressni copy qilib qo'yay. Ama ishqisini farqini bilayamda. Tushuninglarmi? Maqsadim ne? Bu ishqisini farqi nima desanglar, qarasanglar miyada mashab 5 mashab hammasi o'xshash. Ovozinglar aytsanlar bo'ladi-mi? Fikr qatnashtiringlar menga. Farqi miyadikka faqat TR ning ichida, tirnoqning ichidagi narsalar bir-biriga o'xshamaydi. Qolgan hammasi o'xshash ekan, to'g'rimi? Ama yana boshqalarim selishtirib boqay, misol eng oxirgisini bir qilib boqayli. Mana bu fazilat maqsud degani copy express. Ma fazilat maqsudniki. Olimjon, ismi o'xshash bo'lsa, mana shu o'xshash chiqaveramda, shuni Yani isimleri demek onlar miyadik ma isimlama. Aşağı birincisini mesela birincisini aldık o birincisi fark ama benimki de unda emas ki alın bir nimadik ki alın isimden mi? To'xtab turinglar. Men hozir men 3-chi vat ko'ryapman. Ha, ishim bor. Tamam, birinchi vat. Lekin hozir qanchinchi vatda bo'lishimizdan qat'iy nazar, ya'ni miyadagi hozir biz elementning o'rnini tepatimiz hozir misol qaranglar. Misol qaranglar, men Sanam olimninkini qilay. Sanam olima. Express qilay, copy express. Qilsam, qaranglar, bu hozir birinchi element-ku, shunami? Mana birinchi element shunami? Men mana ustiga ham qilay hozir, o selishtirib qo'yay. Qaranglar. Manalar mana bu o'xshash. To'g'rimi? Ya'ni batning qaysi bat bo'lishi va dahshat bicha savol so'rabsizlar malikan. Ya'ni batning qaysi bat bo'lishidan qat'iy nazar, to'g'rimi? Lekin o'xshash indeksliq. Mana birinchi element, mana birinchi element. Ya'ni o'xshamaydigan batdiki, ama o'xshash o'rindagi elementlar. Birinchi batning birinchi adimi, ma uchinchi batning ketyapti, ama uchinchi batdiki birinchi odam tema bu. Ma birinchi batdiki birinchi odam, lekin ikkisi o'xshash-ku Express. O'xshash kerak. Mesela isim familiyasi o'xshash bo'lsa-chi. Va ism familiyasilar hech munosabati yo'q uning. Ashlami? Uning ichidagi mazmun bilan hech kimning kori yo'q hozircha. Ya'ni chunki ma ko'p kartdan program tuzganlar u bizningki nima qurish, nima Uyg'urcha ism quramdoq yoki ismlarni o'xshash yozamdoq, uning bilan kori yo'q. Bu yoqsi faqat bir element xolos. Tushundingizmi? Customer, ya'ni bir elementlar faqat. Ya'ni ism familiyasilar yoki o'xshash-o'xshamasligi bilan hech qanday munosabat yo'q. Hozir miyadagi gap garchi bat soni o'xshamasmi, ya'ni miyadagi birinchi bat, ikkinchi bat, uchinchi bat degan. Lekin har bir batdagi birinchi element bilan, masalan, birinchi batdagi birinchi element bilan 15-batdagi birinchi elementning expressni selishtirsak, o'xshash chiqar ekan. Faqat bu yerda o'xshamaydigan nima? Qolgan bir batdagi birinchi element bilan boshqa elementlar astidagi, misol 10-chi, 20-chi degan elementlar, misol mana bu eng oxirgi element dema bu.
Mau eng axırkı elementi 25-ci element. Bu 25-ninki mayırlam oxşamayken 25 dep. Demek biz ma noktunu tutup alsak boldu deyen gap. Muş dal muş orunni for loop qışıltımız deyen gap. Muş narsini indeks qılımız deyen gap elliqa. Çan olama? Müşadın taqlapmağımız deyen gap elliqa. Muş sanni taqıltışımız gerek. Ama Başı red tertibi bilen çıkıdı ekan demekçi o. ha, to'g'ri. To'g'ri. Ammo chatoqir nima desanglar, bu express degan narsa chatoqir bu bir stringni ichiga kiritib qoldi elliqa. Yani qaranglar, double quotation ichiga kiritdi hozir bu. Men kod yozgan vaqtimizda. Qani u? Ama page hozir, biz hozir ya'ni normalda bir tal bat kirgandan keyin, misol birinchi bat, ya'ni birinchi bat besishimiz kerak-ku informationni copy qilish uchun, ama ma'no kirimiz, ya'ni sanamni ko'chiramiz, olimni ko'chiramiz, emailni ko'chiramiz, cell numberni ko'chiramiz, undan keyin nima ish qilamiz? Undan keyin bir qatim back qilsak, mudanaz chiqib qoldi ekan. Back qilmay customer list, o'xshash chiqdi ekan. Customer list. Ha, okey. Qani sinab boqaylik. Bir şey qaytishimiz kerak. Ya'ni maqsad. Tushuna olaman? Bir şey qaytish kerak. Bir şey qaytimiz, aniki ikkinchisini nima qilamiz, ama manual test qilganini boshqa qilamiz-ku. Ya'ni avtomat qilganini mush qadam bosib ushlamamiz. Demak, hozir maqsad ma birinchisini besib olish. Va bu 25 tal ma bu 15 qatimliq maninki forninki birinchi qadami shu degan gap, shunami? Ma for kirgandan keyin birinchi qadamda dastlab besib olamiz. Undan keyin ananiki balki mani ichiga kirib bo'lgandan keyin anikin boshqa bir tal nested for qilishimiz mumkin. Ani bas, mani bas, uni qil, buni qil degan narsa-chi. Hech narsa qilsak bo'ladi. Okay. Ya uni nested for qilmamdoq ya. Qani, sinab boqaylik. Hozir shunaqada driver find element anandan keyin by express deb bayatdan express shu-ku. Mana shu. Mani qasdan topdim da. Lekin bu for loopning ichida bu hozir. Men bu bir tal muqim bir tal narsani deb qo'ysam bo'lmaydi bu yerda. Misol birinchi element bo'lib qoldi bu. Men buni shunda bir yozishim kerakki, men for loop bilan munosabatlik va bu o'zi o'zgarib tura oladigan bo'lishi kerak. Tushuna olaman? O'zgarib tura oladigan bo'lish uchun o'zgarib turadigan bo'lish uchun misol men miyaga hozir o'xshamaydigan yerim ishlatdi-ku shu tr-ning keyin narsa o'xshamaygan ekan. Tr-ning keyin 1 degandan keyin sol tarafiga bir tal sizlar qilmay turinglar. Men boshda bir qilib boqay, to'g'ri bo'lsa undan keyin qilinglar. Miyaga bir tal double quotation qilib, double quotation miyaga plus qilib, miyaga page number bunda qilib boqay. Bunda qilsam men mani hozir miyadan chiqarib deb ma for loopni sizlar qilmay turinglar, sizlar hech qanaqa qilmay turinglar. Ma for loopdan chiqib turib, men mani ostida test qilib boqay boshda. Besilmamdi. Page number no, bu page number emas ras. Bu degan 25 ta element tutsa bu. Ha, men shuni ichiga kiriblar, men 15 tal batning ichida kiriblar, men boshqa bir tal nested for qilishim kerak majbur emas. Chunki 25 ta har bir tal batni ochgandan keyin
25 qatim cho'ylaygan bir boshqa metal bir narsa bo'lishi kerak rost. Okey. To'xtanglar, sizlarniki o'xshash shaklda qilayman. Mayaga hozir mani qaranglar. Sizlarning mushunaqa shunami? Tamam, mayarki ma'nosi o'xshash, maya o'xshamaydi, tamam. To'xtanglar, men sizlarga o'xshash qilay boshda. Miya 1 sizlarnikida shunami balki men? Shunaqa sizlarniki. O'xshamdi? 1 4 ya. 1 4 shunaqa. Shunaqa bo'lsa, tamam. Bunda bo'lsa qaranglar, mayani men tanlabla, mana Bir qurdima. semikolondan boshlab driver D'ning oldiga ekan tanlab. Mani Windows'da Control X desanglar, Mac'da desanglar Command X desanglar. Mani cut qilib o'taylik. Cut qilib deb bilamki ishlatimiz uchun ne? Miyaga yana bir tal for yozadi. For yozib, ma forning ichiga juma tirnoq ichilib yopilganning ichiga yozamiz. Command X dediniz nafkama? Ha, Command X ha. Cut qildim. Cut qilib bandiki mana ichiga ma for loopning ichiga boshqa bir tal bir for loop yozaylik. Bu for loopning nimasini bo'ldi desanglar int biz hozir miyada total page total customer miyaga men bunday deb qilay qaranglar, index of customer index of customer desam meniki 300 nechta customer'im bor. Ama bu yerdeki index degan 25 kichik manganda. Shunga at this page. Bu da sal uzunroq bo'lib qoldi, ama tushunish qildim ma'noda. Index of customer at this page. Yani mush paytdagi customerning indeksi deb ism qo'yaylik. Sal ishning shudek uzun bo'lib qoldi ekan. Shunaqa qilib turaylik. Shunaqa qilib buningga hozir bayatdan qaranglar. Yani men yozmay tursam bo'ldi. Bayatdan bizning bu nimamizda miyada men qilmasam bo'ldi hozir. Miyada birdan boshlangan-ku, birdan boshlanib 25 ta yozishgan shundaymi? Demak miyada bizga 0 lozim emas. 1 lozim. Boshlanishi 1, oxirlashi 25. Undan keyin biz miyada hozir mani birgidan qilsak bo'ladi degan. Birgidan qilishning hojati yo'q. Okay. MD qaranglar, miyada index of customer at this page deganimiz kichik yoki tang. Biz 25 ni bir yerga qoldikmi? Uni qilmabdik taqa. Okay, 25 ni qilib olaylik. 25 ni qanday qilamiz? Sana mana miyani ma'nosini inspect qilsak bo'ladi. Mana 25 items degancha. Qanaqa miyani boshlamanglar qilinglar. Mana inspect qilinglar. Mana ya eklab mana 25 ga. Mana item bo'yicha. Inspect qilsanglar mana o'xshash bunday chiqadi qarang. Select class, select URL deb gap chiqdi. Mana selectning oldidagi ma'nosini bossizlar. Bassanglar, mana echildi. Echilgandan keyin mana 25 items degan betni atsizlar. Açtыңlarmı? Hiç puan basal danlacı mı? Hiç buldu. Okey. Ko'rsatma aşağıdım can. Ha, ma'qul. Misal men hozir mana it tutib turib qilay qayta. Bosh customer. Men hozir sizlarga hozir men boshqasini tanlab olmanglar boshda. 25 tutsin. Ha, bo'ldi. Hammamizdan o'xshash bo'lsin. 25. Andan keyin qaranglar, men inspect qilgandan keyin men mousening isirkisini bosib, model 25 items degan eklasizlar, birini chekib olsanglar, miya chiqadi. Bundaq. Select class deb chiqadi. Men selectning oldidagi 3 pulim bor-ku. Men o'qigan. Mani bir qatim bosib olsanglar, men pastga sanglaydi bu optionlar uchun. Chiqdi. Men optionning ichida 25 degan, 25 items deganni tanlab, ana shuni express qilinglar. Express. Copy Express qilsanglar, qaranglar, men miyaga choplay boshda. O'xshamdi, o'xshamamdi qaranglar, selishtiringlar. Bunday ekan.
Sizlarmi xohlasanlar shuna bir tal bir tekst editörden beni bitirib echib qo'yib turib bundaq o'sha sinab olsanglar yaxshi. Bushunga agar o'xshagan bo'lsa, okey. Undan so'ng men bu yerga choplay. Bu yerdagi narsani men for loopni ichida qolibman buni. For loopni ichida chiqib qaralar, hozir men ikkita for yozib-ku bu yerga. Üstüde bir tane forward diye bu forni biz nim qattiq qo'yqay. Comment qilayotgan. Mo'sh comment qilayotgan narsani ostiga qilamkin birini enter besitiblar bu yerga. Men quruq. Ma cho'ng ma ishlayotgan for loopning birinchisining oldigaligina. Bir tane nim qo'yinglar. Bunu men string quraylik. Boshda string page number of items. Bunda bundaq ajab xato yozib items per page. Shunday qo'y shu. Hesabda itemlarning soni har bir betdagi degan narsa. Bu string. Shunday to'liqroq ism qo'yalari. Ism qo'yib, endi qaranglar, bu narsani bu bir tal string buni qilgan narsani bo'ldi desanglar. Driver. Boshda ash element deb bilishimiz kerak qo'y. Find element. Anikin bayatimiz xpass'ni qo'ygan qo'sh, nima? By xpass. Deb yagmani dalam xpass'ni choplatdim. Choplatgandan keyin ham de. Bizning maqsadimiz bu yerda bir string chiqarish. Mening keyniga men getText qilishim kerak. Bu getText qilsam ham bo'lmaydi lekin. getText qilganda chunki bu yerda hozir nima desanglar, bu yerda mana maqurda hozir 25 items tab xat bor. Demak, biz 25 itemsning oldidagi bo'shliq bilan qo'shib, hammani replace qilib nolga aylantirishimiz kerak. Uni uchun qanaqa qildik? Integer replace. Replace qilamiz, ammo replace qilganda double quotation ichiga, all char ichiga ma'nosini qaralama bo'shliq bilan qo'shib turibman. Bo'shliq items degani. Meni yozmanglar, yozmay meni miya kirib, ya'ni menchu ma bu bayatdan qilgan yani inspect qilgandan keyin men ma'nosini chekib sanamda miyalamda tanlangandan keyin 25 kishi bo'lgan doirani men bo'shliqmi muhimmi bu yerda bo'shliqni bilishinglar kerak. Meni copy qo'yinglar. Copy qilib qaranglar, miyaga chopildim men hozir all char ichiga bo'shliq items deb chopildim. Ana keyin bo'shliqdan pashdan birini qilib andan keyin buni hech nimaga aylantirman dedim. Hech nimaga aylantirman dedim. Hozir ham bu bir da replace qilib bo'ldim. Bu hamda demak men string kan to'q tamamen string olgan ekan, demak 25 degan xat chiqdi mendan hozir. Tushunarlimi? Integer aylantiramda. Hamda integer aylantiramiz. To'xtab turinglar, lekin tamam. Başta integer aylantirib deb int buningmi yana ismini number of items per faqat bir mut saqlab tursangiz bo'pti ekan. Per. Okay. Sal kichiltib qo'yaymi narsa? Ben kichiltirsangiz ko'raman. Tamam, to'xtam maqsadni yozaylik narsa integer deb Iya. integer tang tamam bo'ldi. Mushpetlamkin lekin mening keyni var lekin nani qilib beray tang. Nani ichib beray. Qanchinchi qurni yozmoqchi hozir? Qani 25 items deyinden ketdi. 25 items. Ha? Maka. Katta deb so'raqchi. Getirsiz. Ya ish yo'q. Qattiq so'raqatingiz ekan. Okay. Yozib olsanglar deb turinglar lekin, deb qo'yinglar yozib bo'ldik deb.
Mana 5'de qolgandim aning oldida. Man yo'g'on qilib bo'lmamki ekraningizni. 5-chi chiqanda deb turibdi. To'xtang ha. Mında demoqchiman, hammani ko'rinadigan qilmoqchiman. Ya. Kichiklab ketdi. Lekin xatlarni ko'radi. Ko'ramadim shu ko'zoynikim taqsammi? Xatni ko'rmoqchiman. Xatni yo'g'antib beraymi? Ya bo'ldim işte ko'rmoqchi. Bo'ldim shu. Shu mening tarafimda ekranim patmaydi shu. Ko'zim ko'rmadi. Okey, das bize yo'g'antib beramiz. Ya. Bo'ldimi? Tamam, bir yerlarga bir narsalar bestikitib qoldi-ku deyman, xat. Ha, tamam, mavsum oyat ekan, okey. Nani ichib beraymi, ishami yoki? Sen ham og'zini yezib bo'lmabdi, men oldini ko'chirib. Sen ham meni yezib bo'ldingizmi siz hozir? Gaqmay qo'y chiqirqida. Yo'q. Sovuq ketdim men. İşimiz bormiki deb. Lekin lekin bir-birlab qo'lda yozmagasizlar, qanchasizmi? Mana. Na. Ha, okey. Ben alımcam ben o itemsini replace qildim. Oniki itemsini yapsam replacement chiqmadi o meniki. Replacement degan xatni yozmaysiz. Men pashdan buni qo'yib, yana bir qatim double quotation echasizmi bu? Ha, to'g'ri, peshdan bo'ldi. Keyinga anikan semikolon qo'yishni unutqaman, ha. Unutib qoldim hozir men. O'diq ketdim-ku men. O'diqman. Yezib bo'ldinglarmi? Yani. Men yezib bo'lmadim, bo'ldi. Men oldirmay yezlasam bo'ldi. No, yezilang saqlab turadi. Ma yanimi? Eshitdim bo'lmaydi men keyin. Tamam, mana birdan. Okey. Miyada biz integerga aylantirmoqchi mana. Sinab bakmadım ama mavi aldıburun numerik portal stream olub oldu ama çünkü replace qilib to'xtamay 25 degan narsa qilib qolgan bo'lish kerak. Ammo 25 degan ma portal stream ma hozir. Mening qiymati 25. Undan keyin mana hamda integerga aylantirish uchun buning buyrug'i integer Parsin. Yo'qcha ketib qoptimi? Integer deb percent deb aniki men tırnaqni ichiga aniki stringni bir qo'ysam ham bo'ldi. Men semikolon qo'ydim. Men 50 2 soatdan keyin kodimni xato olib ketishning oldini olish uchun men bunda qilib turay qaranglar. Sizlar qilmanglarki mana. Mana bir qatim test qilib boqay. SOT deb men 25 mi zodnimi? Men bir qatim bes boqay. Çünkü men yerda mana 25'ten kichik degan narsaga ishlatmoqchim yani shu. Ha, 25 kana. Okey. Bo'ldi. Demak, ishildi. Okey, unda olsam demak ma'ni comment qilsam bo'ldi. Aniki mayada mal esot qonasini uchrasam bo'ldi yurtni. Ishlatmayman. Okey. Demak, hozir men ma'ni 25 dan kichik demoqchidim. Demak, 25 deganim meniki hozir number of Page. Items per page integer deganmish shu 25 shu. Okey, men buni ham semikolon qilma. Undan keyin mayadagi index of customer at this page degani Plus. qo'ydim. Bo'ldi. Meyagamda tirnoqni ochmay enter tirnoq yaptım. Hozir o'chib qolgan, hozir qayta o'tay. Demak, hozir biz mana 25 qatim cho'glaydigan, dastlabda mana 15 qatim cho'glaydigan for loopni chekirgan. Ya'ni 15 qatim cho'glaydigan for loopning ichida men uni bilishinglar uchun nima qilma? 2 deganni bosay. Misol. Bosgan bo'lsam, okey, men 25 qatimlik men for loopning oldida boshqa bir tal action qilishim kerak ekan, men nomer besishim kerak ekan. To'g'rimi? 5 numarani besib, ananiki 25 qatimlik for loop boshlangan to'g'ri.
Ma 15 qatımlıq for loop'ның içində ma 15 tal page var mı hesapta? Miyada deməkçi mən. Ma orunda. Ma keyinki ma for loop başlanışdan burun, ma nested for'ninki işçilik for başlanışdan burun. Miyada bir tal bir qurba deməkçi mən. Miyada ma yani besishim kerakka. Besishim kerakka. Miyani basmading gap. Birinci, ikkinchi. Shunaqa birinchi, ikkinchi, uchinchi, to'rtinchi degan narsani. Misol qaranglar, men hozir men bir beslik ketib qoldi. 2 besib qo'yib turib, men hozir men 1 degan voy. Men inspect qilib qo'yay. Men 1 2 degani inspect qilib qo'yay. Qaranglar, men yerga men inspect qilsam, men adres hozir men yerda, men bir adres var. Ben bayatı manasındaki özünü string qilganda men 2 degan son chiqib qolgan. 2 yani bayatı men 15 degan narsani qilish uchun qaranglar, masalan 15 degan narsani qilganda qanaqa qildim masalan. 15 degan total page integer degan shu. Bu total page integer degani bevositlamki men mana expressni qilsamlam, text get text qilsam 15 degan narsa chiqqan shunami yerda? Demak men hozir mening ammo hozirgi maqsadim nima desanglar? 15-ci qirish yoki 5-ci qirish emas mening maqsadim. Mening maqsadim adresini bilish. Tamam, albatta men bunday qila olaman. Men adresini bir tal string qo'yib, uningga men yerga sonini qo'shib bersam bo'ldi keyiniga. 11 xil usul. Lekin mening maqsadim unda qilish emas. Unda qilsam pek oddiy bo'lib qoldi. Mening maqsadim men adresni men qo'lim bilan ko'chira olmay, men buni buyruq orqali manasini buyruq orqali kodni mushadiki mushu manasının adresini manası basqan chaqda olmaydigan torbatning adresini kod orqali belgilab beray demoqchida. Buning uchun nima qilmasanlar, chunki bu yerda 15 degan a ning qiymati 15 emas menda. A degan tagning-chi. Ammo bu bir adres bu. Bu adresni men bilish uchun qanaqa qilmasanlar get attribute qilma. Get attribute qilsam manasi chiqdi manda. Mana men express qilib mesela ben xalqan birisini mana express qilay boshda. Sizlar ham qo'yinglar mana. Mesela 2 degancha. Ma bosqichni xalqan bir yana express qilsizlar. Express qilib, maram chiqqandan keyin mana besib, xalqan birisini birini bosamsizlar, 2ni bosamsiz, qani bossanglar, besib. Xalqan birisini expressni kopya qo'yinglar boshda. Kopya qo'yib, dal ma 2 talma for loopning o'tirsiga boshlangan sirtidagi for loopning tirnoqning keyinidan birini enter bosib qo'ysanglar. Men kildi kelgandan keyin mening maqsadim nima desanglar, boshda bo'ldi stringni qurmay turib stringni qurib olay bo'ldi. String address tamdoq bir narsa aylamdi. Nima? Page address tamdoq. Page address. Tang. Nima oldu? Driver. Find element. By. Express. Yetişe atamsızlar? Bu atıdı. Okay. Express geldikken mana besiplar. Mani yazıp mani. Çünkü ben Express'ni çaplasam bırak uzarak tutuyor kod. Valla hıcılı bir kim yapmaydı ki benden baş. Ben onu tüyeden kaldı. Okay. Hem de Express'ini çaplasak. Lekin qarang Gülmiraçım, bunda malan yazganda çok qarang. Malan yazganda bir birlep yazmang.
Faqat sizning bu yerda yozgan narsangiz nima? Bu yerda string page address deganlar yozsiz. Qağın ayadan tepkisi. To'g'ri. Driverni bossiz. F'ni bossiz, find elementni bossiz. Anan keyin bu yerga by deb yozsiz, enter bossiz, check express daqdan bossiz. Birdan bilan bo'ldi-da, tugaydi. Amal va qat'iy qulanglar yozmanglar uni. Am yerga ham dema expressni ichiga double quotation bossizlar. Bosgandan keyin bayatım biz ayada bir narsani kopya qilib, shu kopyani choplab qo'ysak bo'ldi. Yani bu yerda kopya qilgan narsamiz mana sajma, mana adresi. Mana express. Ikkinchi Ha, mayli, qaysidan bo'lsa mayli. Express bo'lsa bo'ldi. Ikki olsun mayli, uch olsun mayli, qaysi o'zi nazar mayli. Biz hozir chunki baribir o'zgartiramiz uni. To'g'tanlar, lekin men hozir sizlar qaysini qilgan bo'lsanglar, men hozir men 15 ni bir qilib, men buning expressini nima qo'yib, sizlar qilsalar bo'ldi mana. Mana men copy express o'ras, boyaras, men qilib qo'yarasini. No, uni qilmabdi-qa. 25. To'g'tanlar, men miya qilay. 25 adam arası. To'g'tanlar 4. Ama 4-cü element raz. To'g'tanlar 1. Birdiki vaqtida no. Menga bizning maqsadimiz mana adresni ras. Adresni qilish ha. Okay. Mishalki shu elementning xolgan birisining ha. Shuning xolgan birisini kelib qilsak bo'ldi-ku. Ma'ninkini bir copy qilay. Ikkisining farqini bilaylik demoqchi-da men faqatla. Nim farqi bor bir-birlan. Mana men keyinlikni farqi bor ekan shu faqatla. Okay. Chiqib shuningki xolgan birisining expressni topdik, ama expressni topgandan keyin mush elementninki ichidan men get attribute qilman. Qaranglar, bu yerga qarasanglar, men string name deb bir namedan bir bilishim kerak ekan bu yerga. Get attribute qilayotgandan keyin meni keyin chekit qo'ysizlar, a deb get deb bossanglar, men o'zi chiqdi juma bir-birlab yozmasanglar bo'ldi. Get attribute qilib bo'lgandan keyin men ochmoqchidim, men ochma. Get attribute qilib bo'lgandan keyin qaranglar. Ha, mana basma. href. What? Nima ketibi? href. Mana ras nimani ichiga. href degani bosib qo'yman. O'sha attribute-ni yapmadim. Qarab qo'yinglar, mana hozir biz bir narsa qilib boqaylik, nima ish bo'ldiki, bir sinab boqaylik, ha. Men sizlar qilmanglar, mani bishbat qo'yib turinglar sizlar. Men mana hozir bir narsa qilib boqay. Men mana hozir meni nima qo'yib tursam, for loopni, ya'ni loopni kirib chiqib tushunsin. Mendan bir nima qilib boqay. Sizlar meni qilmasanglar bo'ldimi? Men qilib bilan bir besib boqay, nima chiqdiki qana. Pesot qilib bilan page address deb bossay, mendan bir adres deb berish kerak men hozir. Adresni besib berish kerak. Mening maqsadim shu. Adımcan bu attribute'ni qanday vaqtda ishlatmaymiz? Get attribute. Hisobda nima desa, qaranglar, hozir to'xtanglar, hozir ko'rsatib qo'y. Men bo'ldi deyman, tugdi. Qaranglar mana, maqsadga yetdim. Qaranglar, men bir adresini tepadim. Adresini chiqarib berdim ya hozir. Mening maqsadim bushdi. Shu adresini tepishdi. Men hard code qilib, tamam, mayadin mani besib, mayadki men adresini ko'chirib olib, bir tal string birsam bo'ldi uni, haqiqatan. Lekin u sal nimada, deymiz, hard code bo'lib qoldi. Keyin misol men United Coder'ni, misol men CubeCard'ni o'zgartirib,
bir yerleri yoki bu update bo'lish jarayonida mana nimalariki miyadagi PHP'ninki ismlari ya bir yerleri o'zgarib yoki domain name o'zgarib ketsalar bu chog'da mening kodim ishlamaydigan gap. Shu sababdan men bu yerda hard code qilmayman. Mishad nimaning qiymati o'zi shu qiymatni ba'so debdim. Qilsam sal pechchatroq chiqadi-da kod. Shu sababdan qildim. Endi qaranglar, sizning savolinglar. Get attribute qilishning sababi agar men faqat express qilsam, qaranglar, express qilganda men ma'nosini amaliyotda faqat express qilib boqdim. Express qilganda nima qildim desangiz, bu yerda. Bayatdan 15 chiqadigan bir yavatdi. Total page in Amusha. Şu total page diyana şu 15 chiqadi-ku. Men mishada buni express qildim va gettext qildim. Demak, shu gapning o'zini string aylantirdim degan. Ama bu element chiqqan narsaning o'zini string aylantirdim. Aylantirib bu replacement qilmoqman. Chunki 15 ta gap bor-da. Shu shaklda miyadan chiqqani 15 degan son chiqqan. Ya'ni o'zini ishlatsam ma'nosi chiqadi. Qaranglar ma'noga ekranım ko'rinadi-da. Bu yerda 15 degan narsa, a degan tagning ichidagi 15 chiqadi. Ammo mening maqsadim miyadagi tamam ma'noni faqatlam miyada href deb bir address var ki balkim buning ichida boshqa narsalar bo'lishi mumkin, boshqa qiymatlar misol yani bipatmanlik deymiz boshqa ismlarni ishlatgan narsalar misol type deydi, yoki src deydi, shunaqa narsalarni ishlatgan vaqtda men meniki express nima qilib ananikin get attribute qilib agar men qiymatni erishmoqchi bo'lsam src desam bo'ldi. Men qiymatni ola olaman. Agar men type olmoqchi bo'lsam, ma'no olmoqchi bo'lsam src nima get attribute qilib type deb yozsam ma'no ola olaman. Tushunadingmi? Ya'ni xohlagan narsani olg'ildi. Shuning uchun attribute qildim. Tushunadinglar? Tushunadingmi? Tushunaman. Okay. Endi qaranglar, bu yerda gap hozir biz hozir maqsadga yetdik. Adresni oldik, tamam. Ammo og'am bilan bizniki hozir 2 deb sanalmaydi keyinda. İki deb san var. Bu biz ikkini o'chirishimiz kerak lekin. Yo'q qo'yishimiz kerak. Tamam, ikkini o'chirish oson hamda, lekin hard code qilg'im yo'q mening hozir. Qanaqa saqlaning uchun? String total page emas, page address. Şu var. Bo'ldi, shunaqa qilaylik bo'ldi. Ma'ning keyiniga mana bu get attribute qilib qo'ygandan keyin men hamda yozib bo'ldinglarmi mana? Mana kodni mencha. Yes, buldum. Okay, yes, bo'lmasalar, okay, good. Okay, mana yozib bo'lmasalar agarda qaranglarmish get attribute nima keyingi tirnoqning kimisiga check qo'yib replace qilib bo'ldi. Chunki boshqa bir narsa qildim kamidi ham meniki hozir. Hozir miyada boshqa 2 deb son yo'q-ku. Yo'q. Lekin sal mazol deylik, 2 ni biz replace qilishimiz. Replace qilmasak yaxshi bo'ladi. Replace qilmay turib, 2 ni yo'q qo'yilgan bo'lsak demoqchi-da. Ha, replace qilmasak bu kerak. Qanaqa qilamiz desa, bu string bu. Stringning eng oxirgi elementini uchratsak bo'lar. To'g'rimi? Delete qilsak bo'ladi. Aha. Delete topami? Yo'q. Remove topami? Remove. Yo'q. Okay, to'xtanglar, birlab qaraylik. Mening mazrasiga qilsam, mening ismim chiqib qoldi.
Hesapta nima desanglar, bu eng oxirgi element qo'y bu. Eng oxirgi element ne? Substring qilsak bo'ldi. To'g'rimi? Ya. Substring qilsak bo'ldi ekan, substring qilib, bu hozir eng oxirgi bir tal element hesapda bu. Yani növbətdəki bizim ağırımız əmətdə. Demək, ən axırı bir tal elementlərlə yoxlatsak buldu bizim məqsəd. Mənim məqsədim hazır şu HTTP-dən başlap iş təng degan yergacha biliş məqsəd. Çünki 2 degan 2 3 4 5 6 15 dəb özgərəydi emasmı? Şu səbəbdən mən aldığım nəqsədən ehtiyacım var mənim. Şuna mən substring qılıb substring yəni bir tal string var hazır. Birinci elementin 0 bunun indeksi 0 hash. Ananıkin eng oxirgi element degan nima? Eng oxirgi elementin o'zi ematmish stringning lengthdan bir nevatgan ekan bo'ldi. Men unda olgankin bir nevatsam ham bo'lgan to'g'ri. Shu element kicha desam substringlar to'g'ri eng oxirgi sonni olmaydirasiz. Esimda qilishcha. Men shuni olsam ham bir qatim bir nima qilib qo'yay. Insert qilib qo'yay hozir. Bu stringning ismi bu ketdi. Page address'ga ya turib ishlaklamadı. Ha bu makan. To'xtanglar. Mayaga başlayma miyat qo'yib turinglar. Ma substring uchirib deb turinglar. Ma get attribute ning kayni ma'nolarni tugisin ma kod hozir miyada. Ma qur. Last index deb bir nima bor to'g'ri. Last index deb Last index degani o indeksda. Last index of deydi. Bu yerda bitta son chiqdi maqsad. Bu bizga lazım emas. Ham index of nima correct char at mundaq deydigan boshqa narsa bor haqiqatan. Char at mundaq. Bu narsa bizga lazım emas amma. Bu char at degani manchinchi o'rindagi elementni teppa degani mana. Last index degani eng oxirgi indeksni chiqadi. Last index deb last index of degan gap bor. Lekin buningda bir tal nomer tepirdi bizga. U bizning ehtiyojimizni chiqarmaydi. Shunga buningda shu substring qilish, ammo bizningda substring qilib qildi, ammo biz bu yerda taxi page address degan stringni uzda biz hozir taxi mushquni uzda. Shu ma'ni boshda bir qatim bir qurni tashlab deb mega mega ham bir tal string quraylik string. Ono. Bunda qilsak bo'ladi. Page address tang page address now substring 0 elementdan page address now length qıcha. Length qıcha. To'g'ri bo'ldi-ku, length qıcha bo'lsa length dan 40. Ono lengthdan bir navda ekan emas. Lengthdan bir navda ekan. Misal men hozir mana bes paqaya bir qatim. Lengthdan bir olmayman, ishkilmi? Ko'raylik. Qaranglar bo'ldi mana. Chiqibdi ya. Chiqibdi ya. Okey. Bo'l. Mana ham yozib olaman. Nani ichbiray? Ha. İşkanlarning ovozini aytishmi? Okey. İşkanlarni yozib bo'ldinglarmi? Okey. Tamam, desam, yani mandan o'tdik. Ha? Senin barmoqlarni chiqirib. Okey. Unda asa qaranglar, endi bizning maqsadimiz mana hozir total page integer degan narsaning ichiga kirgan vaqtida jami page numberning ichiga kirganda birinchi qiladigan to'xtanglar. Page numberni
15 qatımlıq page number'ın içi kirgəndə Her 15 qatım daha doğru. 15 qatımda bir qatım qılğan bir işimiz vardı. Şu işimiz zaten müşbətni yetişdi. Okey. Yani ne qoyatdım? Bu yerga bunda qilma driver manage navigate driver navigate to degan nerede? Navigate ya da to naqlma ama navigate to qilma Lan yerga azamat çünkü ben sen bulamdıqanda o. Navigate to page address qilib bunu qo'shiman page number bulka man channel olamı çünkü mening hozir miyadıma page address deganim ma'nosi shu man keyin numeri yo'q mana ben bununla page number deganim miyada birdan boshlanibdi va eng oxirida total page integer deganimiz 15 demak 15 gacha bo'lgan narsalarni bir-biriga qatdi ikkisini qatib page address degan ma'vo bundan keyingilar page number ni ma'yadiki ma'ning qiymati qancha bo'lsa shunchaga ulablar shu narsani navigate qilib ichib birdi man navigate qilgan vaqtimda men nima qilmayman yangidan batejlik ketmaydi tushunarlimi yangidan batejlik ketmaydi nima Men bunu xatoyaga yozib qo'yibdim. Hozir yozgan bor-ku. Mana Yangi yozganni men ma ikki tal ma cho'ng for loopning keyiniga yozma ma kichik for loopning oldiga page address deganni-chu. Boshqa bir yerga yozib qo'yibdim. To'xtab turing. Page addressni for loopning sirtiga yozasiz. Birinchi stringniki ustiga ostiga yozatdim ekan-ku. To'g'ri. Bunisi qiziq chiqdi, to'g'ri. Nima bo'lib ketdi mening ajab bir qalay bo'lgan-ku. Men ko'rib boqayman. Ko'rib boqanim deb men oyalarni comment qo'yatgandim. Sizni nima qilaman? Share qilaman. Hozir kesib kat qilyaptim. Qarama ma'nini bishqa men comment qilayotgandim. U for loop hammamizniki comment. Ashdami? To'xtab bir qaratay men. Sizlarga comment qo'ya? Menikidim comment kan. U comment. Biz chunki 5da bir qadam qurgan, ammo keyin o'ylab baqsaq u bizning ehtiyojimizdan tushmay ekan, shunga comment qilayotgan. Men bir narsani comment qo'ydim, hozir abaytiki page addressni kat qilib oldim. Avvalab sizniki qarsam miyada bir yerdek turdi. Okey, to'xtang. No, siz 29-quruq yozasiz-da. Ammo qarang, sizning oyada to'xtab turing. 28-quruqingiz ozroq bir xatolik qilib qildim. To'xtang, men selishtiray sizninkini. O'zimning intelligentni bossam ekan u. Va to'g'riga TFga T-foot deb turdi. Men to'g'ashani xato yozib o'xshayapman. Okey. Siz 29-quruqqa qarang. Abayning katlarni yozib nim qilayman. No, hozir bir narsa qilmayman. Katqani qilmaysiz. Miyaga qarang. Page address deb yozasiz. Siz nimani kat qilib olgan bo'ldingiz bayda? Page addressni yozib bo'lib qarsam sizniki o'xshamagandi. Miyadagidek ko'rdimku. Siz ekspertsinamsiz? Ya'ni siz hozir to'g'ri hozir. Men to'g'ri hozir sizniki. Siz shu oyadagi page address deb yozing bir qatam.
siz yana bir narsa xato qilibsiz qarang. 28-qurdagi page address'dagi p'ni cho'qim kichik yazishingiz kerak. Boshlanishi kichik bo'lishi kerak variablening. Ya'ni to'g'risi shu. Okay. Ha, bo'ldi page address. Qolganlar to'g'ri. Men yozamdim. Aha, page address deb Bo'lgan men qo'yam. Ha? Yes bo'lgan mana. O ya. Mana. Ha, ikkinchi mana enter bessam. Ha, okay. İkincisinin page address deb tam. Usta kitib borman, ama shu bir qo'l yozgan ekan. Ama o'zgar bo'ldi. Ha, bo'ldi. Ha? Okay, qarang, mana kodda biz hozir nima ish qildik desangiz, 5da bir qatim page address deb bir adresini qo'yib oldik. 28-qurda. Ama o 28-qurdagi page addressda siz qanchinchi nimani expressni qildingiz bilmayman, lekin meninkida adresning keyinda 2 deb sanılyapti. Shu chiqqandi. Endi hozir siz oldiga sursangiz, ana keyin 29-qurning. Aha. Anadan 29-qurda biz dal stringni substring qilib 0-elementdan boshlab o'zininki lengthdan bir nevatgangacha bo'lsin dedik. İsimde qilishcha bu lengthdan bir nevatgan qiymatni o'z olmaydi normalda substring qanda. Uning oldidagicha oldi normalda. Shuna bo'lgan ekan. Aşa aldı qo'y, to'g'ri, men bayara sinab bo'ldim biraz. Sinab bo'libman. Ha, sinab bo'lib bana yozdim. Ha, mush to'g'ri. Mushlar bo'ldi ya. Okay. Endi sizninkida to'xtab turing. No, sal nim qiling. Ma sal solg'iroq suring kodingizni. Ma astiki nimani solga talchini sol. Mana No. Ma pastda ma kodlarni yozgandan keyin ma kod blokning ostida talchoq solga o'ng surdigan. Ashna. ha, Ya, solg'iroq sursangiz kodingizni oldini ko'ray. Sizninkida hozir o to'xtan siz for loopni chetga o'tibsiz buni. shu bir yerim xato bo'lgan dedim. Okay. Hech qisi yo'q, qarang. Siz-chi qarang, hozirroq qarang. 29-qurning eng keyiniga kiring. 29-qurning ham keyiniga. Ha. Aşağı birini çekin ha başta. No enter besen nima dem? Mouse'ni çekin. Ha. Mouse'ni çekin. Ha, mouse'ni endi qarang, solga surib 28-qurning oldidagi stringning S'ning oldiga ham ekansiz bo'ldi. Surib ekan. Tanlang aşağı. Highlight qiling demoqchiman. Ha. Üstüge. Ha bo'ldi. Ashni comment X deb yozing. Comment X. Okay, endi qarang. Siz buni nega gapirsangiz for loopning oldiga olib kelishingiz kerak. 27-qurdagi forning oldiga bir ta bo'sh forning oldiga chekib olib birni 27-qurdagi mayli 26-qurning keyiniga bosib enter bossangiz bo'ldi. Mana ashta kuna qapdim rastga qilsam. Aha, aşağıya ham chaplang. Endi siz bir qatim nimani besitdan hozir command option L ni besitdan. Kodingiz yomon ba'zi yerlar sal X bas. Ha, ratlanib ketdi. Okay, chiroyli. Endi qarang sizchi 30-quringizga endi birinchi kan. Tabni bir necha qatim bassangiz ayaga keldi. Yana ha bo'ldi. No bo'ldi. Yana bir qatim uchirdi. Ha bo'ldi. Aşağı tutsun. Aşağıda başlap qarang. Driver. Ticket. Navigate. End up yazın. Okay. Anda izlemem amal bak qo'lda. Aha. Navigate. Okay. Ticket 2. Ay. Okay. Bir şeyga qarang endi. Bizning page address deganda, aşağı page addressni tillang, besang. P deb bassangiz chiqadi. Ha. Plus page number. Enter. Bo'ldi. Okay. Bo'ldimi? Oui. Stop share qilsangiz bo'ldi. O'xshashib bo'ldi.
Ay mening qiziqgan yilqi page number degan yerim. Aha. Ne sizga qilmay jim o'tirsiz. Sharplan. Zatat qoldim. Sharplan. Eşya sizlarniki qancha bo'ldi? Kesh bo'ldimi hozir? Yolda deganda bizniki shu qancha. Avstraliya. Dunyoning bir yerda kashildi bir vaqtda. O Avstraliya bekshroq desa, bu yerda deganda balki hozir shu ish yoki. Okay, sizniki page numberingiz qizil ekan-ku. Voy bu siz ustidimi bir tal page numberni quryapsiz qarang. Sizdan ikki tal for bor. Forning. Siz kodni sal jiq yoza oldingizmi qandaq? Siz 30-qurdagi kodni to'xtang, 30-qurdagi kodingiz bilan sizniki qarang, 27-qurdagi kodingizni selishtirib beqing. O'ttizinchi qurdagi kodingizni chiqishnami? Ortiq. O'xshashga ikkisi. To'xtab turing, aldirmay turing. Siz boshda 30-qurdagi for loopning keyingi tirnoqni bir qancha okey, aytga. Siz-chi qarang. Tamam, shu 30-qurdan o'chirting boshda. Endi 32-qurdagi tirnoqni yepilishni o'chirting. 32. Bo'ldi. To'xtang endi sizniki index of. Siz endi qarang, 29-qurdan 28-qurni tanlang. 29-qurning oxiridan boshlab semikolonning orqasiga kelib 28-dagi stringni oldiga kelib tanlang. Sizin. Okay. Oldiga s'ning oldiga stringni okay. 28 nima, okay. Ctrl X bosing. Ctrl X. Ovozingiz chiqmaydi lekin. Okay. 26-qurning oxiriga qo'ying hamda. Enter. Aşağı çaplan. Ctrl V. Okay. Endi siz çok qarang. Ctrl Alt L ni bosing tamam diqqatim. Kodingiz bak nima. Ma to'g'ri talchingiz nima yo sizniki. Bes bo'ldingiz ha. Pastki talnimda sol surib yoqma. Temangiz nerede sizdan ko'rayli. Solga. Okay, bo'ldi. Boz ayadagi qurlarni ancha-muncha keraksiz quriladigan yerlarni lamkin o'chirasangiz bo'ldi. Sal kodingiz sal ixchamroq bo'lsin. Okay, bo'ldi. To'g'ri oldi hozir kodingiz. Okay, IntelliJ ID atrofga. Hozir demak qaranglar, bu yerda hozir biz maqurda batni yechib oldik. Birinchi qurda 15-qurgacha bo'lgan batlarni yechib oldik. Ammo qurda batni yechib bo'lgandan keyin bu yerdagi elementlarni topamiz hamda. To'g'ri? Element tepishning usuli qaranglar, bir tal bat kiranglar, qaysi bat kirsanglar kirib bo'lgandan keyin mana inspect qilinglar. Bu ma'noda ma'ni uchirib ikki talbat o'kitib qolibdi. Inspect qilib xohlagan birisini sanamadim deganda misol qildim. Men buni rasboyatdan bir qilib qo'yib ekanman bu yerda kopiyam qilib olgandim qo'y. Mana mushlati shu. Mushlan shaklda buni bayatdan bir qatim sinab boqqanmiz biz. Demakki biz mush narsalarga asosan biz elementlarni
izlab tepishimiz kerak. Miyadiki bizningki ma for loop hozir number of items per page integer degan narsa 25 ni olaydi. 25 ma yani. 25 navbatda. Shundan keyin demak 25 qatim olinadiganning ichiga biz bosh kodni yozamiz degan gap hozir qo'yma. Manasini. Yani bunun qanday erishimiz? Bu yerdan bunday qilib xohlagan birisiga kelib bilan bossanglar, yani mana expressni qilamiz. Sana ma'lum degan misol qilib mana bosdim. Mana mushug'i. Mushnasini shuncha qilishimiz kerak degan gap. 5 ta bir nim qilishimizni bilmagan ekan, boshda driverdan boshlaylik. Find element. Mendek mujaq qilinglar, cuma bakliq jiq xatni hammani bir-birlab yozib o'tirsanlar bak vaqtinglar ketadi. D-ni bosinglar, driver birinchi o'rinda bo'lsa, enter. Check it. F-ni bosinglar, find element birinchi o'rinda bo'lsa, check it, enter. Mouse'ni qo'linglarga olib borib, uni besiq qilib qo'yishma, oshunga vaqtinglar ketadi albatta. Enter bossanglar ketaveradi. Misol qaranglar bu yerda. Misol men hozir driverni keyin check it qo'yib F-ni bosdim-ku, lekin mening maqsadim agar misol perform deganni qilmoqchi bo'lsam, bu mouse'imda akilib miya qilmay, men knopka taqsimlarni apag'ildi uni xalqa yegan. Shunaqa qilsanglar bo'ldi. Ya'ni bu shundan vaqtinglarni tejaysizlarda. By check it express enter double quotation copy. Bo'ldi. Endi hozir gap nima desanglar, bu bir tal narsani qilib bo'ldi hozir. Ammo men bu yerda bir for loopni ichida har qadamda o'xshash narsani bosmasam kerak. Bir-biridan farqlanadigan nimasi nima desam, bu yerdagi tr-ning keyindagi tirnoqning son bir-biridan farqlanadi. Qolgan yerlar ham o'xshash ekan. Undan keyin tr-ning keyindagi songa. td-ning oldidagi. td bilan tr-ning orasidagi masan shu. Okey, undan sonra men bir tal mani arif deyman. Men yani naqlib tr ma tushuninglar. Yani men qaytadan qilay hozir. Bunda tip bo'lasizlar. Men bilan o'xshash qilinglar. Men sizlarning balki bir o'lchimki yo 25 o'lchim qancha bo'lsa, tr-ning keyindagi tirnoqning son. Mishan buyum. Bu sonning sol tarafiga bir tal double quotation qilsizlar, plusdan birini yozsizlar, mana mush sonning o'ng tarafiga yana bir tal double quotation qilsanglar bo'ldi. Ammo men yerga bir deb yozmaymiz albatta. Qo'y, men birning keyiniga ras bir tal plusni keldiramiz. Ammo biz birni o'zgartirib o'tishimiz kerak ekan. Birni nima o'zgartiramiz? Sana index of customer at this page. Nega o'zgartiramiz? Manasiga. Ma for loop'dagi manasiga. Ma bu value yo'qchi. Chunki ma value to'xtamay 1 dan 25 ga bo'lgan songacha midraydi emasmi? Demak, misha 25 gacha midirish kerak. Bash birni o'rniga yuritib ikki tal plusni o'tirsaqlam, index deb bossak, index of customer at this page deb chiqdi, enter. Qiladinglarmi? Ha. Okay. Mana keyin deganda click qildim. Okay, men bir qadam run qilib boqay. Bunda albatta exception chiqadi chunki men birinchi exception chiqmasligi uchun qanaqa qilaysanglar, mani keyiniga mani yozmanglar kerak. Maqbul yozishinglarni hojat do'stlarning. Driver navigate back Facebook. Mani yozmasam bo'ldi. Va backdan keyin men ikkisini orasiga men bir slip qilib qo'yay. Mani yozmasam bo'lishi mumkin kodni. Thread ben slip qilishimning sababi chunki qaysi ketib bordi hozir shuni bilmoqchi. Oyo check it slip
Ha. Direction. Ha, bir Samsung aras. Ya 3000, 5000 deb yazmış. Doğru. 3000, 8000. Maşallah. Okay. Mana bir raqıta ya. Mening maqsadim mana qaysi elementning ichida qaysi ismning customerning ichiga kirdim, men shuni bilish. To'g'ri ijro bo'latamdi, chunki men bu yerga ancha ishonchim yo'q, chunki men maqolalar Expressning o'tirg'a bundaq pluslarni qilib turib, bundaq qilib hozir biz. Shu sababdan men ishlamda shuni bilmoqchi. Okay, bo'ldi. Hozir Olim Juratning ichiga kirdi, qaranglar. Keyingisi Almira Adil kirdi. Hamda Samira kirdi. Bo'ldi. Maqsad ketdi degan gap. Okay. Bu yerda hozir men slip qilishimning sababi faqat kuralishim uchun bo'lmasa, men ma'ni qilmasam bu bak taqlab o'takitib qoldi, uxlamay qolman. Shuni slip qilgandan men hamda uchirtay. Demak, ma'nasi shilday qaranglar. Ma'ni ismlarni chiqib qo'ymanglar. Express chiqib ustib ketinglar. Ammo gap men Expressning ichidagi bu yerga bitta sonni yadasi bir deb sanvatim edi. Ya da bir deb narsa aytdim ya da. Ama keyingi ismda men 2 deyim. Tak 25 kishi midraydim ama. Shu sababdan men miyani o'zgarganlik uchun birdan boshlab 25 kishi bo'lg'achqa, shu men for loopniki birinchi elementini 1, eng oxirgi elementini 25 qilib olgan. Ham shunga mishaga dal shu narsani yozib berdim. Olimjon, bir savolim bor. Men bu ham olqi qaysini qilsanglar bo'ldi degankin, men 7-chi, masalan shu list 7-chi odamnikini qilib ekanman. Masalan, hozir biz ma'ni qilib qo'ysak, 1dan boshlamay 7dan boshlab qilsam. No, 7dan boshlamaydi. Ash boshdan boshlandi. Sizinkida balki 7 shunami? Ya. Mush 7ni o'chirib. Men 7ni qarang, 7ninki 7ning sol tarafiga bir tal nima qildingiz? 7ning sol tarafiga bir tal semikolon qo'ydingiz. Plus qo'ydingiz. 7ning o'ng tarafiga bir tal plus, ana bir tal semikolon qo'yatdingiz. Demak, men xatolar o'chdi. Ammo 7ning o'rniga hamda ma'nasi ma index of customer at this page degan yozdik. Yes. Ha, shuni alam qilgan bo'lsangiz to'g'ri. Sizning u 7 bilan hech munosabatingiz qolmaydi hozir. Tushundingizmi? Okay. Hech qanday munosabat yo'q. Olimjon, mashalarga birinchi pejga shu 25 odamninkini chiqirdi yo 350 odamning hammasini. Ma'noda qaranglar, hozir number of items per page 25 ha. Ma jami 25. Ma for loopda 25. Har bir betdagi 25 odamninkini bir qadam besib chiqadigan kod ma bu. Ammo uning oldida maya degan bir for loop bor. Ma'noda jami hozir 15 ta page yo'q bu yerda. Hammasining 15 ta page ham bir qadam ichib chiqadigan gap. Bunday gap. Okay, endi qaranglar, hozir bizningki 25 ta page tugab bo'lgan ekan. Nima qilish kerak? Eng oxirida 25 ta page tugab bo'lgandan keyin hech qanaqa qilmasak mumkin, mana o'zi ras keyingi page ochadi ras. To'g'rimi? Yani page number o'zgaradi, chunki page number o'zgarib qilib ustiga qo'yib 1 2 3 degan sonlar o'zgarib menib o'z qilib keras. Biz hech qanaqa qilmasak bo'ldi. Ammo men bu yerda back qilmayman endi. Backni hozir ishlatmasam, ishlatamdiq ya oxirida. Men kirgandan keyin ko'chirib aka buni save qilishni save qilishni hojati yo'q. Qaytib chiqarsak bo'lgan. Tamam. Men backni ishlatib ekaman. Agar meni hamma yozib qolmasanglar, men 35-qurlik driverning oldiga kelib qildinglarmi? Men akab enterni buni besitib, men bitta quruq qurdim buni saqlanglar, chunki biz backni eng oxirida ishlatamiz. Biz hozir ishimiz tugmadi miyada, shunga miyaga yezishimiz kerak ekan kodni.
Okey, endi qilgan ishimiz nima desanglar, mani saqlab olishimiz kerak. Tushunarlimi? Okey. Hozir hamda yana bir tal bu yana bir tal forlab bo'lib ketamdi nima hamda bu yerda. To'g'rimi? Chunki no forlab bo'lmaydi bunda. Forlab bo'lsa 4 xil mitmawa. No forlab bo'lmak kerak. Forlab deganda har bir qadam o'xshashni takror qilgan gap. Lekin bizning hozir miyada o'xshamaydigan ishlarni qilmizda. Birinchi qadam mani ko'chirdi, ikkinchi qadam mani ko'chirdi, uchinchi qadam mani ko'chirdi, to'rt mani. While loop işletelim bize. Aha. Tamam diye. Aşağı işlesek. Belki ya loop işletmeyimiz bir ya. Loop işletmesek mi bulduk ya? Loop işletmeyimiz. Loop ne? Loop ne? Loop ne kadar? Loop ne mi işlettik ya aslında mani bir object koyup her birisini birbirinden kullansak mı buldu? Lekin salta soqolga bo'ldi. U loop ishlatib tushmay biz udullik qilaylik bo'ldi. Okey. Mani agishona qaranglar. Nima ish qilamiz hozir? Mabbat kirdinglar shuni xohlagan birisiga. Qani kirsam mayli, o'xshashamizniki. Kirgandan keyin men mouse'im nimasi stilkasini bosib bilan yerga ma first name'dan keyin qattaki bosinglar. Bosib ma nimani qilaylik? ID'ni ko'chirib olaylik. First name'ning ID'sini. Bo'ladimi? Okey, miyada men bir tal exception bor. Ma'ni qarab kodimiz xatolashga o'xshaydi qolmagan, chunki men boyatim o'zim stop qotgandim shu. Stop qotgan boshqa shu exception bor. Miyada hozir endi qilganimiz nima? Driver. Sat undan uchurni biz get qilishimiz kerak. Va aniq uchurni boshqa bir tal array'dan birisiga birishimiz kerak. Alımcan nimne hazır nimninki ya nimis. Ha? Qaysininki nimni inspect qilib. First name. First name okay. Siz Ben chuqur neyini adamı aklımda ekşim. siz chuqur sanam olimniki kirishingizga hojat yo'qmi? Qaysi o'zi bilaverdi? Xohlagan bir tal ismniki, ya'ni hammasi o'xshash emasda. Xohlagan bir tal ismniki kirib, ya'ni inspect qilsangiz bo'ladi. First name ni inspect qilsanglar kerak. Muhimi. Kimya? First name. ID'ni ko'chirib turinglar hozircha. Ko'chirib bo'ldinglarmi? Nega men 5da boshlaydi driverdan boshlab. Find element by ID. Okay balam, hoş. Bunday qilsam ID'ni yozib qo'ydim. Hozir elementimni tep bo'ldim. Endi bu elementning ichidagi mush elementning ichidagi mush xatni ko'chirishim kerak men hozir. Ma xatni. Qaranglar, bu xatni ko'chirish uchun qaranglar, menga qaranglar. Ma value ni ochdi ekan-ku. Mush get attribute qilsam bo'ladimi o'shaga? Get attribute qilay. Menga value deb yozma. Value deb yozib qo'ysam. Tushunarlimi gapimni? Biz bayatım get attribute'ni bir qadam ishlatganmiz bayatım. Ishlatib bunaqa. Hayatdagi men boshqa narsalarni bunday narsalarning qimmatlarini olmoqchidik. Bu yerda hozir men Akbar degan ism, aslanga nima bo'lsa, qaysini chiqqan bo'lsalar. Men value ni ochdi ekan. Value ning qiymati bu. Demak, biz value ning qiymatini uchun get attribute'ni ishlatishimiz kerak.
get attribute qilamiz va mana value'ning qiymatini mana b deymiz. Va bu shunda bitta string bo'ldi ekan. Bu bitta string oldu ama ben bunu string deb saqlamayman hozir. String emas. Ha bu bayatı men bir yada bir nima batı qo'ydik ya. Ma array'im batım ya da. To'g'rimi? Ha. Mush array'ni ishlatmayapti. Qaranglar customer information degan. Ma value'ni bir şeyda nima qilib turay? Mayaga qaranglar. Maqurning oldiga customer information deb mana yozib tırnaq echib tırnaq yepib menga tang deb yozibman, ammo men tırnaqning ichiga bu yerda nima deb yozgandim menga? Customer information. Total cost. No. اشتاق كمان. Total customer integer. Total customer integer. No. Total customer integer emas bu. Index of customer at this page. To'xtalam ya da ben hozir bunda bir narsa yo'q. Index. Okay. Ben çok anladım. Bunda bir narsa qolayli. Ma for loopni oldiga. Ma 31-qo'lga ma for bor. Xato qilmanglar ekan. Sizlar ham menimcha tushungansizlarmi? Bildinglarmi yana? Ma for loopni oldiga. Miyaga. Nima qilamiz sana? Int deb. Int index of customer deyli. Tamam. Index of customer degan 5-ni noldan boshlanadi, shunami? Okay. Shuni noldan qilib qo'yayım ayada. Va bir integerdan bir olayman. Ve mayaga endi dal mush narsani birman. Matnaq ichiga. Miyada qaranglar, kalonlar erishganmisan. Mayada mana ichiga total customer integer deyishning sababi mayadagi array'ning uzunligini belgilab berish demoqchi maqsad. Misol hozir miyada 350 qancha customer bo'lsa, chunki array'ning uzunligini bir qatim bir belgilatgandan keyin o'zgartirilmaydi-ku run time ichida. 3dan birini 353 bo'lgan, bir tal uzunlik bo'lgan, bir tal array'da buni qurib birdi. Endi men miyada hozir men ishlatmoqchi bo'lganim bo'lsanglar, navbatdagi indeksdagi qanchinchi customer, ya'ni birinchi customermi, ikkinchi customermi shuni bilmoqchi hozir. Shunga men miyada index of customer deb boshqa bir value'dan birini qurib olib, integer qilib, men ma'ni shu yerga birman. Index of customer deganda. Ve albatta mening keyinda bir yerda index of customerni i++ ma'ni plus qilib o'tishim kerak. Chunki har bir qatimda for loopda bir qatim yo'qlab olmoq bo'lmaydi mavzu. Tushunarmi? Hatta mush for loopni ochib qilishim kerak edi. Qara. Men har birisi for loopni ochida har birisida bir tal customer yo'qlab oldi-ku. 25 kichik yo'qlaydi, ammo lekin 25 kichik yo'qlaydi, ammo ma'nasi 25 kichik ham yo'qlab qolmaydi ma'nasi. Keyingi bir page'ga chiqqanda maniki index of customer at this page yani qaytadan birdan boshlandi, ammo index of customer degani 26 dan boshlandida, tushunami? Ikkinchi page chiqqanda, chunki 16 page 25 tal indeksni men bo'lgandi. 25 dan boshlandi, yani 0 dan boshlangan ekan. Okay, ishlar bo'ldi shu. Tushuninglarmi mana?
Index of customer, index. Okay. Miyada adinki miyaga qaralama index of customer'ın kaynigilar. Int deb yana bir tal index of information items tamda o'qib deyli. Ya'ni username nima first name last name deganki indeksi bu. Birinchisi first name bo'ldi, ikkinchisi last name bo'ldi, uchinchisi email bo'ldi, to'rtinchisi ne bo'ldi ku tilpini bir degandek narsa. Shu narsani demoqchi. Index of information o'shaday. Buni noldan boshlay. Daqiqa. Qo'yib, endi qaranglar miyaga ma'noga ikkinchi tirnoqqa ma'nochi index of customer deymi bu ikkinchi tirnog'i index of information bo'lsin. Chunki bu 0-chi qiymatni olish kerak. Pop ma'noda hisobda. 0-chi qiymatda first name bo'ldi. Ismni oldi. Tushunarlimi? Abunam app bo'ldi. App bo'lganikilar miyada hozir index of information bir tal yug'inish kerak bu yerda. Keyin qadamda chunki last name'ni olamiz hamda. To'g'rimi? Tushunarlimi? Voy, mola jimli. Ha, bo'lyapti ukam. Bo'lyapti. Bunda gap qaranglar. Mama for loopni ichida qaranglar. Tushunmasanglar bo'lmaydi mana. Number of items per page integer. Bu hisobda of items per page 25 degan narsa shumi bu? Birinchi betdan boshlab bir tal betdiki birinchi elementdan boshlab 25-elementgacha degan for loop bor hozir. Mush for loopni ichida birinchi qilganimiz nima? Bir tal element topdik. Bir tal ismni misol Xudoxon Olimjon degandek ismlarni chekdik hozir. Mana ular. Jami 25 tal ustidan ostigacha hammani chekib chiqdik ma'noda. Bir qatim har bir qatimda for loopda bir qatim chekimiz ma'noda makotda. Makot nima desanglar customer information deb mayadiki bizniki array shu. Qani u. Mana my array shu. Buning uzunligi 353 hozir navbatda. Chunki ayada 353 tal customer bo'lganligi uchun. Keyindikimiz 4 tal information saqlaliq uning ichida shu sababdan. Endi qaranglar. Ya'ni 4 tal information deganim birinchisi first name, ikkinchisi last name, uchinchisi email, to'rtinchisi cell number. Phone number. To'g'rimi? Shunga ma'nosi shu narsa shu. Ben bir yerde index of information deb ma for loopni sirtadilar. Cho'qim sirtadi qilishinglar kerak shu ma'no. Ishlab qo'ysanglar ma'ni ham ma for loopni ichida qilib qo'ysanglar bo'laverdi, lekin mayada qilmaysizlar. Okay. Bo'laveramda ya ma bo'laverdi. Ma'ni mash for loopni ichida qilib qo'ysanglar bo'lsa kerak, birinchi quruq qildik ekan. Okay, bo'z mishat turaversin. Mishat to'g'ri. Oh no. Maya tuz bo'lmay kerak. Buni kat qilib miyaga kiritinglar. Bu 4dan keyin kichiklamay turadi rasman bu. Yo'nab ketaverdi. Rekord qilishni qoplayman bayonozda. Oxiri yo'q bo'ldimi? Tushuntirib ya annem qilib. Mayli. Shu yerimda ham so'z. Bo'ldi. Qaranglar hozir ham ma'noda men boshda men ma'ni bir tushuntirib. Qaranglar hozir men for each loopni chiqarib turib ma'noda mundaq bir besib chiqardik shunami? Chiqargan bilan
Ama bu yerda chiqargan narsa Ruqiya Akbarga qaranglar. Ruqiya Akbar deganda bir qarab baqilib, birinchi batniki nerede o? Mana, eng oxirgi elementga. Tushunarlimi? Demak, bu eng oxirgi elementni besib turibdi bu. Demak ki biz ma for ni agar de miya tiqib olsak. Sizlar yozmay turganmi shunami? Ha. Okay. Men mana ham yam bir qadam qilib qo'yay. Bayağı qad nega ham o'tibma rekord qilib. Okay. Silib yo'q mana shunda hozir ajab bir osta. Sizlarga texnik as chiqib turibdi. Qaytib qo'yib. Meniki de o qandan shuncha cho'ylab ketib bordi. Evetken videonuz shunda ishtikkan qo'm. Ha. Aldırmay. Shuma Google Meeting haqsizni so'g'an ekan, shunga bir xil xato ekan mana da. Lekin men meningida hozir to'xtamasdan videoratuvchimi? Sizlarniki ko'ryapmanlardek emas. Okey, mana da endi bir qarab boqib bismillahirrohmanirrohim. Bu yana o'xshash yo'lda. Bu hozir vay. Ben Mafor'un açığı tıkışım gerek. Tamam. Getirin lan. Mafor'un açığı tıksam bulduk yarası. Evet, totalna information. Cep bir şurada bu asli bu meninki bu ma iç bu ne adilşesem buluyormuş ki asli neymiş kalsa çünkü ben bir yerde burada bir array'da ben kurup aldım. Bu array'ni ben halıgayet besip çıkarsam buldu asli. Ne adil kısam ne adil şetkin kes şöyle işittim bu asli. Bu benim hazır ma bunu keşke o tırnakların içine tıkışımın acıtı yok. Bu benim kodum hata hazır. Ma forna sırtı çıkay, korkmay. Başta ben bana bir mayayı çıkaray. Nokta işim bu index of customer dedim ama evet totalama index of customer degen price for tikines index of customer. Evet totalama evet doğru ama index of customer degen bu midrap tuğan nesi bu? Hani bu index of customer index of customer da nerede bu? Miyad ne oluşun ama? Ha okey. Page of number mağluqı 15 talbet degen şu mav forlu customer şu. Evet doğru ben miyaga taxiyana bir işni çalıqıptım ben. Index of customer ne? Plus koyuşum gerek mi miyada? Çünkü 360 tal 350 neçe tal akodun amisi gibi miymiş gerek bu. Doğru mu? Bu musun öl türü vurdum abi. Doğru mu? Ben öl türü vurdum bu musun manası. Bu ben bunu her bir katımlık bu bir tal betki 25 talının çoğulayığında birden qo'shmasam demak bir betni ochadilar men 24 ga chiqib bo'ldim abi. İkinci betga chiqqanda 25 dan boshlandi yana qaytadan. Bu qaytadan deyman 25 dan boshlandi 50 ga chiqdi 60 ga chiqdi deganda 100 200 bo'lib ko'paydim abi. Mishat qilsam. Okey, endi bo'ldim abi. Bir yerini o'zgartdingizmi? Fikam hozir üstüdük. Ma'qul ne? 45-qurga mabbakning keyniga qarang, bu yerda 35-qurda men index of inform no bu yerda 31-qurda index of customer deb bir tal bir 0 deb birini qilib olgan. Ammo men for loopning ichida men bu index of customerni
ishlatdim-yu, ammo lekin men buni increment qilishni unutib qolibman. Olay qilmaymiz deganini. Endi qildikmi? No. Mani cho'qim qilishim kerak. Qilmaymiz deb deganman men. Mani ichida qilmaymiz. Miyada qilmaymiz. Ammo men forlib bir qatim tugab keyingisiga. Misol qaranglar, hozir manda index of customerda mana bu olimjon bo'lgan bo'lsa, olimjonning informationlari mana bu. Shunga men informationlar plus olib mangdi. Ammo yerda olimjonning 4 ta uchining hammasi chiqib bo'lgan ekan. Ammo indeks hamda bir qatim yuqirilishi kerak bu narsa. Yuqunab king for kelganda, bu Ershad qo'zgaraydi mana. Ershadniki uchilar chiqdi. Ondan keyingisi yana birisi qo'shildi. Aniki Gulmirani chiqdi. Undan keyin yana bir qatim chiqdi, Sanamdan chiqdi. Bunda ma'nolan gap. Tushuna olammi? Shu sababdan men qo'shishimiz kerak degan gap mana. Va shu sababdan men xatolik shunga chiqibdi men yerda bayon hozir. Men ma'no unutib qolibman. Ham yana bir qatim bir rang qilib boqay. Inshaalloh ham to'g'ri chiqar. Gülmirachi sizning kodlaringiz, sizning nimalar customlaringiz yomon jiqqa. Gülmira. Oxirisida men qilib qo'yganim-ki shu. Qalayim qo'ying. Oqsalikna. Okay. Bakalım. Hop, nöldeydik bu. Birisi mi ko'rinmadi deyman. Ha, sizdan qo'rqallaringiz demoqchiman. Ha, okay. To'xtalim miyada men ajab bir oxirisini tushiramayapmizda ajab. Hisobotida ya buni hech qanday yozmadim ya normalda. Sen ham qattiq xafa. Tünögü memeci qilsam mening ajab bir ismi ko'rinmabdi deb. To'xtalib mani rasmida qilib, hoppa. Bunda qilib, bu forlopni bizningki nimamiz ham yerda customer information var. Bunun ichida yana index of customer deb ma'lum yozildi. Nimish xato chiqdi bu. Hozir buni qilishdiki maqsadimiz nima? Topmoqchidik. Oxirida chiqqan. Ha, buni qilishdan sababi nima desangiz qarang. Informationlarni yig'ishmi? Information yig'ib bo'ldik-da, endi mani besib chiqarish maqsad. Print qilib chiqarish. Yoqimsa biz bu qiziqishli bu. İşte bo'lmaydi, işte tuttu olsun olmuş ya. Mayli sizlarni qancha ketadi? Bizda ish qilaydi. Okay. Ben daha çok qaranglar bunda qilaydi. Ben bu sizlar tushib ketaveringlar. Men mani o'zim birdamikin bir azroq bir tamam olgan ekan, o'ylashib mani bir o'ngshab andan keyin o'ngshgan jarayonimga kod dansga qoldi. Ha, video qilib azroq ash o'ngshgan jarayonimni videoning keyini qaytib andan keyin o'qay. Tamam? Okay, ma'qul. Bo'ldi. Rahmat. Bu arzimaydi. Rahmat. Ko'pdan ko'p rahmat. Atlamab siz ovozingiz chiqadi.
Buldamsa Allah'a emanet emsen. Allah'a emanet Başa Allah'a emanet. Başa. Bul Allah'a emanet. Başa. Başa. Assalomu alaykum savodashlar. Men bayatın ma'nosini bir narsani sal xato o'ylab oldimmi? Chunki men bu hozir ismlar va ularning xosligi bo'lgan ekan. Biz bu yerda ikki tal for ishlatishimiz kerak. O'ylab bo'lsam bir tal for ishlab bilan bo'lmaydi u. Nested for ishlatishimiz kerak ekan. Baya sal xato o'ylabman. Int int deb men qilay. Hozir ma for oldida ichida hisob ma'lumot jami sonini bir qatim ishlatmoqchim edi. Qani u number of items per page emas, number of items per string bu emas, total page string bu emas, customer information emas, total customer integer ham shu. Mush narsa ishlataman hozir. Ola. Total customer string emas, total customer integer. Mush ishlataman. Bu yerga bir tal ay deb bir nuqtay bu ham 0 bo'lsin. 0 dan boshlansın. Ondan keyin ayning qiymati total customer integer. Bu şunun kichik bo'lsin. Ya'ni 0-elementdan boshlab 350 tal bo'lgan ekan. Bundan birini o'chishim kerak hatta. Çünkü cami 350 tal. Misal 350 tal olgan bo'lsa 350 degan buldu. Ama men bunu 0dan boshlab 350 cho'g'an 350 bir bo'lib qoldi. Tamam, ma'no tamom bilan 350 bo'ldi. To'g'rilam diyor. Okey, men sinab boqay boshda. Out of plan topgan islam. Okey. Shunaqa bo'lgan. Okey, mana bu nima? Ana ekan i++ bo'lsin. Ma'no ichiga ham degan bir tal for loop qilmayman. Hatta mush for loopning ichida mega s of qilay. And printf mega customer deb yozib mega percent deyini basay 0-chi customer deb customer olmaydi normal 1-chi customer deb qo'yamiz. Daha keyin 4-chi customer mega deyini basib bilan customer o'sha deb yozib qo'y. Yozib dan qo'yib mega ayning qimdan biray. Lekin bu ay degani hamda 1 2 3 deb chiqsa bo'lmaydi albatta bu. Chunki nima ish qilsa, eng oxirdagi bu sana birinchi betdagi sanam olim degani. Madiga albatta 353-chi nima bu? Eng keyingi customer bu. Eng keyingi customer bo'lgan ekan. Ama men bu yerda 0-chi customer misol ma'noga men 0+1 deb qo'ysammi, bu birinchi customer bo'lib qoldi.
Bu yani bo'lmaydi. Maqsad ketamayman. Birinchi customer emas bu albatta. Ben bunu 353. customer qilishim kerak men buni. 353. Bu 353'ninki 353'ning oy bilan nima munosabati va total customer integer degan 353 shu. Demak, total customer integer'dan olaman. Aynı. Ma onda 5 tane aylanıp ketmişsin nima chiqarsanglar chunki ma aytang 0 bo'lganda 353dan 0 nasam 353 chiqadi. Deb qolsanglarki mani bilan bas bo'lmamdi men deb. Lekin bunda har qadam 353 bo'lib qoldi. Ama ayni qiymati 1 bo'lganda 353dan mana nima 352 bo'ldi ma. O chaqda 352 customer ma bu. Olim jur'at degani. 351 Almira Adil degani. Shunga. Bani da qildim. Deb ismni qo'yib oldim. Ismni qo'yib olib, endi yana bir tal for loop qilman. Nested for int j down 0. Anakin j deganimiz down kichik. Avval 4 dan double day. Çünkü 4 tane nasıl kalmalı iken. Lakin C++. Hem yegemde. Hem de nimemde bir məhət doğru. Okay. S of deb qılay. S of. Double quotation yazmayman. S of deb. Mən besib çıxarmaq çağırasam. Customer information qoy. Customer information. ING no. Ha, ING indeksning ING adamning JNG informationsni desam ben to'xtalam yerda mana bir bet qolgandim qo'y. Bir betdiki 25 ta odamligini qarab qilaman. Hoppa. Exception bu hamda. Birinci qor. Bu neymiş qoy? Oo. Abi biz fotomsa. Geldik birinci korda bir tane hatalık var ki. Tamam başta ben ma for loop'un adıga exot qutay. Ortaşlasın. Çünkü her bir lekin bu nima hatalık? He? Neymiş hatası bu?
Oh, exception insert main. Oh. Insert DNS işlet. Nasıl sebebim bu şu anda? Insert main Java long null pointer exception. Null pointer. Okey, ama 328'ni çıkarma deptu. Ama 328'ni demiş çıkaramaydı. 51. kur. Demiş 51. kur dep. To'g'ri. Ma for loop. Okey. Ben bir yerda mani 25 deb qo'yishim kerak. 25 deb qo'ysam ana bo'ldi to'g'ri. Demiş xatolik deb ma degan ekan, chunki bayatdan qanasi 353 bo'ldi hisobda. Shu sababdan xatolik chiqdi degan biraz. Ben çünkü üstelik for loop'dan kendimizde bet sanını bir bet deb yazıp qo'ygandim. Birli betni tekshirsin deb. Hamma betni tekshirib shunsin deb. Shu sababdan bo'ldi. Hozir men 25 qilib qo'yib turay. Buni bir baxson. Okey. Xatolik tugdi. Xatolik yo'q. Endi yani total customer integer yani page number'ını ne ettim? Bir ya da total page integer. Okay. Ama da qilsam ish qilib, mana da xato endi chiqmaydi. Inshaalloh. Qaraylar. Hozir qaranglar, 335 element. 3-chi bet keldi hozir. Her bir betde 25 tane element var. IntelliJ ID'ni açsak, IntelliJ ID'de hech qanday o'zgarish yo'q. Chunki bu for loop to'liq tugagandan keyin undan keyin for loop andan boshlandi. Birdan muzik qo'yib qo'ya, tugab qo'ycha.
Şunu saqlab o'tirib exception 36-cı burada. Bunun münasebet Mayada 15 tal page, mayada manç tal element bu. Index of customer at this page. Demek hatalık 36-cı kurda. Menga index of customer. Ras. To'g'ri, bir xatolik bor ras. Bu yerda chunki my index of customer at this page degan bu yerda mavzuning qiymati at this page bu degan 25 kichik baralaydi. Number of items per page degan narsaga kichik baralaydi 25 kichik. Ammo muhabbatda ara 3 tallamkin akkaunt aka 3 tallamkin baka. Ya'ni men eng oxirgi bet 15-bet. 15-bet ara 3 vaka hozir. Ammo bu 25 kichik bardan bir for loop mavzu. Shu sababdan shu yerda xatolik bor. 0-cı element topdi, 1-ci element topdi, 2-ci element topdi, 3-cü element kelganda index of customer at this page degan ma'nosi plus olib 3 degan kelgan chog'da topolmay shu an. Qani bu elementni deb mendan so'radi. Okay, men undasa boshqa bir amal topishim kerakki ma'lum bir yer break qilib ketish kerak. Hesab hozir index of customer qo'y ma'lum. Hamma yerda ishlatdim bu index of customerni. Agarda index of Meglan if deplam index of customer town total customer 360 degan narsa. Boshdan tamom qolsa break day. To'xtanglar. Bu chunki index of customer degan 0 dan boshlandi. Total customerga tanlamaydi baribir. Mega total customer integer degandan bir navbatga tanlash kerak. Ya'ni 350 mamsal 350 deylik masalan jami customer masalan 350 bo'lsa, ammo ma'lum 0 dan boshlanganligi uchun ma'noda birinchi index, birinchi customer, ikkinchi customer deb bir tal customer qurgan bilan birinchi customer bo'ldi KubeCardda. Ammo ma degan 0 dan boshlangan, shunga mening oladigan eng yo'g'on qiymati 349 bo'ldi. Masalan, agar men 350 tal bo'lsa, 349 bilan teng emas. Shunga men minus bir navbatdan agar men teng qolsa break olib ketsin deb break olib ketib men for loopdan chiqdi. Ma for loopdan chiqdi md for loopdan chiqayotgan ekan. Tugdi ya. Onga men page numberga birini qatadi, shark tushmaydi, shundan chiqdi. Okay, men undasa yana bir qatim run qilay, ammo run qilish jarayonini to'liq video qilmay, eng oxirida tugagancha exception chiqdimi shuni ko'rsatib qilay. Pause qo'yma.
Savolashlar men bayatın nim qilib qaytib bir rang qilib chiqargandim. Chiqarsam yana qaytadan yana exception bo'libdi bu. Exception bo'lishning sababi men bu yerda esot qilganda chataq yo'q. Bu yerda qanchinchi qurda degan bo'lsa 54-qurda xatolik qo'yibdi. Tamam 54-amet xatolik 54-qurda emas. Bu yerda xatolik nada desa amet xatolik meniki bu ya bir logiklik o'ylashda bir xatolik bor ekan. Total customer integer deb misol hozir 353 qo'y misol 353 ananki ma customer of index of customer degani 352 tang o'sib bırak olsun debdim ben. Lekin yani ma birdan evetgandan keyingi qiymati 352 bo'lma bu. 352dan 2 ga tang o'sib bırak olsun debdim ben. Lekin 0-chi indeksni mashlab 352 gacha bo'lsa jami hammasi bo'ldi. Ya'ni 353 ta bo'ldi. Men buni -1 emas, shunga tang bo'lib qolsa desam bo'ldi ekan. Chunki -1 bo'lganda demak eng oxirgi bir tal nimani olmaydi degan gap. Mana men ko'stay. Customer listning ichidagi 15-betdagi eng oxirgi ma'no. Ehson tarim degani olmaydi. Malikzat g'ayrat degan oldi degan gap. Qarab baqilib besib chiqdimi? Hamma besib chiqdi. Malikzat g'ayrat. O, men bu yerda hatto boshqa tashni olib kelmayman. Boshqa tash o'tay. Eslatda bezib ishqtal boshqa tash qo'y. Okay. Hamda qilsam hamda hisobda index of customer agar 353-chi customer bo'lib ketib qolsa 353 degan son bo'lib qolsa. Chunki 0 dan boshlanganligi uchun 353 degani ham 354-chi customer bo'lib qoldi. Shunga uchal break bo'lish kerak. Okay, endi men ham jam bir qo'yib qilib qo'y. Mana nima qildim hozir? To'xtatib qo'ydim. Okay, ben to'xtatib qo'yib turay. Assalomu alaykum savolashlar. Men hozir kod bir qatam ijro bo'libdi. So'roq chiqib qaytib kirsam. Eng oxirgi 15-betda 3 tal elementni tekshirib bo'libdi. Aniken ko'p va u IntelliJ ID'da Ehson Tarim. Mavu first name Ehson degan, Tarim degan last name. Mana shunga o'cha hammani besib turibdi. Mana customer 1 hech qanaqa xatolik yo'q. Informationlarning hammani print qilib chiqarib berdi. Maqsadimiz mushti. Demak, maqsadimiz gap to'liq degan gap. Okay. Buldum Allah'a emanet. Hoş.